Hojatxonaning eshigini har gal yopganda Tyrion qarab turar ekanda arbalet bilan. Serialdagi ochiq sahnalar ancha serialni mashhur qilib ketdi, keyin davom yozilishga undadi. Endi balki Martin yana ikkita kitobini tugatsa, o'lib qolmasidan oldin albatta, boshqacha yakunni kutarmiz balki. Qaysidir bir anomal sabablarga ko'ra Taxtlar o'yinini saltanatlar jodusi deb tarjima qilib 6 ta bola yetim qoladi. Demak, serialda umid bor, uni sevmoqlik kerak. Har bitta erkak bitta ma'lum bir ayol oldida mushukka aylanadi, boshini egadi degan Drogo xuddi shu ahvolga tushadi. Una Chaplin aktrisani qornini paqillatib pichoq bilan uryapti, bu yerdan arbaletda mehmonlar, mezbonlarni o'ldiryapti. Qo'lim titragan. Hali hanuz esli emas. Maradomda ko'rgan. Qizig'roq bo'lgan. Maradomda? Ana, boy aytgan narsalar shu. O'layotgan odam albatta atrofdagilarga bittadan hikmatli so'z aytib ketadi, meros tashlab ketadi. Farzandingiz yoningizda tam tunda roddomda bo'lyapti bu voqea. 2, 3 tur hissa. Yaqinda Shakira raqqosasini ishdan bo'shatib yubordi. Bu voqeadan xabarim Birinchi bor. planga chiqib keldi. Yo'q, haromimi? Haromi deyish kerak. Harom. Balki menga shunaqa tuyulgandir. Arya Stark kitobda rostdan juda ham yorqin. Qanaqa g'oyaviy tanqislik? Yo'q, mana masalan o'yinlariga ssenariy yozib yoribdi ablah. Да, Саруман. Ты недооцениваешь мою мощь! Хотите хоббита? Идите, возьмите. Xo'p, uzoq tanaffusdan keyin Susambil podkastni qayta tiklayapmiz va o'zimga bir shunaqangi bir niyat, maqsad tugib qo'ygan edim. Ya'ni Susambil podkast kanalga qaytgudek bo'lsa, birinchi ko'tarilajak mavzuyimiz Taxtlar o'yini bo'ladi, George Martin bo'ladi va bu mavzuni bevosita yaqin do'stlarim, book blogerlar bilan demak ochaman, ko'taraman degan edim. Mana 1 yildan ham oshdi adashmasam Susambil podkastining chiqmaganiga yoki yarim yilmi, lekin meni nazarimda xuddi 1 yil o'tib ketganga o'xshayapti, chunki ancha vaqt o'tib ketdi va bugun mana Susambil studiyasida to'plandik bu kishilar bilan va mana bir chekkadan hozir ular avval o'zligini tanishtirib o'tishadi va keyin biz bevosita muz va olov qo'shig'i olami tomon yo'l olamiz. Podkastga taklif qilganingiz uchun rahmat. Shunchalik bir e'tibor. Nasib yaxshi bo'ladi degan umiddaman. O'zi bu olamga kirib kelish qanaqa bo'lgan bizda eslasangiz, yoshligimizda Rossiyani barabalitsika antennalari bo'lardi. Shunda REN-TV kanalidan olib berardi adashmasam. Shu serialda dadam bilan birga ko'rishdan boshlangan. Shu orqali bu olamga kirib kelish bo'lgan. Keyinchalik o'zim alohida ko'rib chiqqanman. Endi birinchi ko'rish qanday tushunishmaslik bo'lgan, ya'ni yosh bo'lganmiz, boshqa va boshqa holatlar. Va shu tariqa olamga kirib kelganmiz. Ya'ni sizda shunaqa bo'lgan. Ha, menda shunaqa bo'lgan, dadam bilan birga boshlangan. Yaxshi. Ya'ni u kitobini bilmagansiz borligini. Yo'q, kitobini borligini bilmaganman. Qiziq tuyulgan, o'rta asrlar hayoti. Endi lekin bola bo'lganmiz u payti. Keyinchalik ikkinchi bora ko'rganimda tahlil qilib tushunish darajasida tomosha qilganmiz. Men Susambil sababli ko'rganman, video chiqqanda. Videoni ko'rgandan keyin Vasil ko'ring deb tavsiya qilgandirlar. Kitobini zakaz qildim Amazondan, lekin kelguncha sabrim chidamadi. Serialni o'zbekcha ko'rdim, keyin ruscha ko'rib chiqdim. Keyin kitobini o'qidim. Dahshat, o'ta darajada kutilgandan ko'ra yuqori baholanadigan. Ya'ni darhol fanatga aylandingiz, ya'ni. Muhtam muxlis, keyin yana ingliz tilida. Hozir qayta ko'radigan darajadagi serial. Kitoblarni ingliz tilida o'qidingiz, ya'ni. 1, 2, 3-sini. Biz olib kelib berganmiz. Sizda? Menda Vasil bilan Nuralidagi unaqa romantik bo'lmagan. Maradomda ko'rgan. Qizig'roq bo'lgan. Maradomda? Ana, boy aytgan narsalar shu. Har doim ko'raman deganman. Shu dissertatsiyam bilan hech ham vaqt ajrata olmaganman. Mavzuyim qiyin dissertatsiyada. Radomda vaqt bo'lgan. Bola uxlardi. Ba'zi sabablarga ko'ra ancha qolib ketganman. Kechasi uxlamasdan shu doktorlar ursa ham g'o'tni ko'rardim-da.
Inglizchada ko'rganman. Aynan ona Targaryen bo'lgan payti. Qo'lida Savol tug'iladiki, bu Yusuf tug'ilishidan oldin boshlaganmisiz yo keyin bo'lganmi? Yo'q. Ha, keyin. Yo'q, ana Yusuf tug'ilgan. Shunaqa bola edi, faqat uxlardi. Qon olganda ham umuman yig'lamasdi u. Nimadir qilish kerak edi. Kitoblarimni olmagandim, Kindleman bilan emas edi. Vdруг God ko'rmoqchi bo'lganim esimga tushib ketgan. Keyin ko'rish boshlaganman, shu bilan всё, пошло поехало. Ko'raverganman, urushardi. Unaqa qonli sahnalarni ko'rish yaxshi emas. Endi farzandli bo'lgan odamga deb shu bilan boshimni ko'tarmasdan tochli chiqquncha ko'rganman. Ingliz tilida. Keyin inglizchasini zakaz qilganman. Birinchi qismini o'qib chiqqanman. Keyin boshqatdan serial ko'rganman. Keyin boshqatdan o'zbek tilida o'qiganman. Keyin boshqatdan serial. Lekin agar men glavvrach bo'lganimda, misol uchun Qizil to'y sahnasini ko'rayotgan paytingiz kirib qolganimda, lekin to'g'risi выговор qilardim. Nima bu? Qanaqa bu ish? Mumkin emas-ku deb. Aha, tushunarli. Demak, tanishuv shunaqa bo'lgan. Mayli, o'zim ham qisqacha aytib o'taman. Menda tanishuv qanaqa bo'lganligi. Men to'g'risi serial endi chiqqan payti ko'rganman. U payt endi disklar bo'lardi. Maksim Gorkiyda Buyuk Ipak metrosi tomonda o'sha disk do'koni bo'lardi. O'sha yerda serial endi chiqqanida diskni xarid qilganman va shu jumladan fransuzlar ishlab chiqqan strategik o'yin ham bo'lgan, Taxtlar o'yini degani. Bu o'yin ommaviylashmadi. U kitobga asoslangan? Kitobga asoslangan. Endi konfiguratsiyalari umuman rus tilida aytadi-ku, podxod qiziq bo'lgan, lekin o'sha nima desam, masshtab ko'lam bo'lmaganligi uchun unaqa qiziqtira olmagan va birinchi mavsumni ko'rganman, ma'qul kelgan, shu bilan har yili bitta mavsumni kutib yashaganman. Endi qayerdan ma'lumot paydo bo'lgan bu olam haqida, umuman endi serial haqida ham bilish kerak edi-ku. O'sha turli xil fantastikaga oid bo'lgan saytlarda shu Martinni ism sharifi ko'p uchrardi va o'shanda nima desa bo'ladi, shu olamni o'zim uchun kashf qilganman. Lekin sizlar uchun bir muhim savolim bor. Qaysidir ma'noda endi falsafiy deb bo'lmaydi-ku, hali muhokamani ochib beradigan savol. Ya'ni Taxtlar o'yini kitobmi yoki serial? Qaysi birini tanlagan bo'lardingiz? Kitob. Endi men kitobini faqat birinchi qismini o'tgan yili Zabarjatda chop etildi. Shuni o'qiganman. Men uchun hozircha serial. Lekin 7 va 8 mavsumlariga serialni ko'rgan bo'lsam ham yetarlicha savollarim bor. Chunki o'sha voqealarning rivojlanishi, ya'ni 1, 2, 3 mavsumda juda detalniy, rejissurasi ham juda yuqori, juda pasaymagan dinamikasi, juda yuqorilab ketmagan, o'sha hayajonni ushlab turgan. 7-8 ga kelib esa bir ritmni yo'qotib qo'yishgan. Voqealar juda ham tez rivojlanib ketgan, juda ham tez rivojlanib ketgani tuyulgan. Endi balki Martin yana 2 ta kitobini tugatsa, o'lib qolmasidan oldin albatta boshqacha yakunni kutarmiz balki. Bu yakun emas, ya'ni voqealarning rivojlanishi boshqacha bo'lar. Endi buni vaqt ko'rsatadi. Kitobda demoqchisiz. Balki kitob asosida yana serial ishlanar demoqchiman. Bunga biroz ko'zim yetmayapti. Ya'ni aynan Taxtlar o'yini. Mablag' kerak. Ya'ni Taxtlar o'yinining alohida seriali demoqchisiz, to'g'rimi? Prequel yoki sequel emas. 7-8 mavsum uchun alohida, ya'ni kitobga asoslangan holatda. Alohida faqat mana shu mavsumlarni, lekin bu ham qiyin masala. Chunki buni fan bazasi juda ham katta. Buni o'zlari ham talab qilishlari mumkin. Ya'ni kitob chiqqandan keyin xohlaysizmi yo'qmi bu o'qib chiqiladi, solishtiriladi. Qanday holatda ketyapti? Talab o'zi 7 va 8 mavsumda ishlanishiga sabab ham talabni juda ham yuqoriligi. Vaqt tig'iz, talab juda ham katta va shuni hisobiga ham rejissyorlarga qandaydir bosim bo'lgan bo'lishi mumkin. Yetarlicha ssenaristlar ishlab chiqa olmagan bo'lishi mumkin. Shuni hisobidan maza qilmagan bo'lishimiz mumkin 7 va 8 mavsumdan. Ayniqsa 8 mavsumda o'sha tun sahnalari juda katta savollar bor. Ya'ni hamma kutgan masshtabli urush, necha 100 yillardan beri o'sha afsonalar ketyapti, serial davomida necha marta buni takrorlashyapti va
biz qop qorong'i hech nimani ko'rmaganmiz urushda. Faqat ajdarlar olov purkab yurganda yuzlari ko'rinib qolardi. Endi balki to'g'ri bizda ekranlarimiz yaxshi bo'lmagandir. Shunda ham yechim borasida bir yaxshi muqobil taklifni ishlab chiqa olishmagan. Shu juda katta e'tiroz. Sansa bilan Tyrion o'zlarini gapini gaplashayotgan bu yerda. Da. Men bittasini tanlamayman. Chunki bu menga xuddi oyini yaxshi ko'rasan, madeni yaxshi ko'rasan degandek tuyuladi. Da, ikkalasi ham chunki God qanaqadir daily dosga aylanib qolgan, kuniga bir 10 minut, 20 minut qanaqadir monologini o'qiyman yo ko'raman-da. Juda qattiq yoqib qolgan, ichidagi monologlari bor-ku. O'sha juda yoqadi. Men ayniq charchagan paytingizda yo o'qiyman yo ko'raman, shuning uchun tanlamayman men. Qoyil. Qaranglar, agarda HBO paytida mana shu Martinning kitoblarini serialga aylantirmaganida edi, bu kitob sahifalaridagi fantasy olam mana shunday mashhurlikka erishgan bo'lar edimi yoki baribir qanaqadir o'sha lokal fanatlar bazasini ichida qolib ketgan bo'larmidi? Nima deb o'ylaysizlar? Mashhur bo'lgan bo'lar deb o'ylayman, chunki Robin Hood kitoblari mashhurda. Hali serial ishlanmagan-ku, 16 ta kitobmi adashmasam. Shunaqa. Da, juda ko'p qayta nashr qilinadi, tarjima qilinadi, o'qiladi. Juda fan bazasi katta. Uni ham. Menimcha unaqa bo'lmagan bo'lar deb o'ylayman. Baribir fantasy o'zini bir bu dunyoda baribir odamlar reallikdan qochadi-da. U reallikdan qochishingizni sizga qanaqadir aqlli kitoblar yoki boshqa narsalar yordam bermaydi. Fantasy siz o'zingiz kichkinaligingizdan men o'ylab yurgan qanaqadir bir adyollardan uy chalayasiz, boshqa narsalar qilasiz. Mehmon o'ynaysiz-ku, o'sha narsani sizga olib kirib beradi-da, chista. Yana aqlli gaplari bo'ladi, yo'qda wise man bo'ladi, sizga xuddi adangizga yo bir bobongizga o'xshab maslahat berib turadi. O'sha narsani yuragingizga olib kiradi. U fantasy yomon ko'radigan odamni ham qalbida bitta kichkina fantasy bor, tan olish xohlamaydi, o'qimaydi deb o'ylayman. Shuning uchun lekin gapingizda jon bor. Misol uchun Brendon Sanderson ham shunaqa fanatlar bazasi juda katta. Misol uchun qaranglar, Brendon Sandersonning bironta kitobi hali film yoki serial bo'lmagan, lekin endi geeklik nuqtai nazaridan aytyapman bu narsani. Yaqinda bitta kitobi chiqdi. Endi yaqinda deganim ham bir 4 oycha bo'lib qoldi. Va o'sha arxivi Burisveta degan turkumi bor. O'sha turkumni adashmasam Ispaniyada kitob taqdimoti bo'lganda o'yinchoqlari sotildi. O'yinchoqlari. Ya'ni hali serial yoki kinosi yo'q, lekin kitob bor. O'sha kitobdagi personajlar turli xil bir atributlar sifatida yumshoq o'yinchoqlar, mягкий игрушка, statuetkalar, haykalchalar va hokazolar shaklida sotildi. Lekin sizlarning fikringlar qiziq. Yo'q, menimcha mashhur bo'lmagan bo'lardi. Lokal jihatdan qolib ketardi, chunki birinchi kitobdan yozilgandan keyin tugallanmagan edi baribir. Bundan tashqari serialdagi ochiq sahnalar ancha serialni mashhur qilib ketdi, keyin davom yozilishga undadi. Lekin serial bo'lgan bir tomondan yaxshi. Ya'ni ommalashuviga sabab bo'ldi. Meni fikrimcha. Men ham Nuralining fikriga qo'shilaman. Baribir bu darajada mashhurlikka erishmasdi. Chunki serial chiqishi va birinchi kitob orasidagi davr ham ancha katta. 20 yil. Adashmasam 20 yilmidi? 10 yil. Vot. Xuddi bugungi kundagi mana o'sha tirik kitobda misol qilib olsak bo'ladi-da buni. Ya'ni serial kitobni o'qimaydigan qatlamga butun dunyoga yoyib berdi bu narsani va fantazyni qaysidir ma'noda mashhur qilib berdi va o'ziga yarasha muxlislarni yig'di. Kitob esa cheklangan doirada baribir. Ya'ni o'zini o'quvchisini, o'zini joyini topgan. Serial bilan bu yana ham masshtabliroq ko'rinishga kelgan. Baribir bu darajada mashhur bo'lmasdi. O'zini muxlislari Mahinda ham gapida jon bor. Har bir odamning ichida o'zining fantasysi bo'ladi. Baribir God fantasydan ko'ra men yuqoriroq deb bilaman. Reallikka yaqinroq baribir. Chunki fantasy elementlari nisbatan kam qolgan dunyolarga nisbatan. To'g'ri, ajdarlar bo'lishi mumkin. O'sha sehrgarlik sahnalari yoki hech bir serialda ko'rmaganmiz, u soya mushuklari bo'ladi. Masalan, birinchi kitobda Tyrionni o'g'irlab ketishgan payti. O'rgimchaklar bo'ladi. Lekin ular ko'rsatilmagan. Lekin o'sha nima desam ekan? Fantasydan nisbatan reallikka yaqinroq. Ya'ni o'rta asrlar hayoti. O'zi ham Martin o'zi ham aytgan-ku, men atirgullar urushidan ilhom olganman. Haqiqiy God o'zi atirgullar urushi.
Ya'ni o'sha Angliyadagi ikkita oila Lankasterlar bilan Yorklar o'rtasidagi urush. Fikrim shu, baribir serial bo'lmaganda kitob bu darajadagi masshtabdagi mashhurlikda erisha olmasdi. Masshtab erisha olmasdi. Qaysidir manda baribir mashhur bo'lardi. Mashhur bo'lardi. Fanat yig'ardi lekin. O'zbeklar hukmdorini ham o'zini juda ko'p fan bazasi bor, lekin mana o'sha trilogiyani juda katta muvaffaqiyati ham bu olamga nisbatan muhabbatni yanada oshirganda. O'sha men ham kinosini ko'rganman. Men ham kinodan kirib kelinadi, o'sha bolalikda yoshlardan berardi, adashmasam. O'shanda ko'rganmiz. Ko'p kanallar bergan. O'shandan boshlab ko'rganmiz. Ko'p kanallar bergan, lekin har qalay uzuklar hukmdori deb tarjima qilib efirga berishgan. Bo'laklarga bo'linsa ham dublaji ham chakka emas edi, lekin bir kanal bo'lgan televideniyamiz tarixida, buni adashmasam suhbatimiz davomida ham, shaxsiy suhbatlarimiz davomida ham aytganman. Qaysidir bir anomal sabablarga ko'ra Taxtlar o'yinini saltanatlar jodusi deb tarjima qilib pullik kanalida adashmasam oylik to'lovi bormidi? Oylik to'lovi yo'q edi, lekin xususiy kanal edi. Hozir bilaman u kanalning nomini, endi bir etiket nuqtai nazaridan aytkim kelmayapti. Ular saltanatlar jodusi deb tarjima qilishgan. Men aqlim yetmasdi yurdi. Joduni o'zi yo'q. Faqat o'sha qizil jodugar bor. U ham nechinchi mavsumda paydo bo'ladi. Xo'p, nimani jodusi u? Va eng qizig'i senzura sahnalari 18+ sahnalari kesib tashlanardi va yodimda bor o'sha Bran bilan Cersei va Jaimini birinchi mavsum birinchi qismidagi o'sha sahnasi kesib tashalganda va axir bu o'sha richak-ku, butun boshlanish voqelikni harakatga keltiradigan bir mexanizm u yo'q. Va siz kechqurun men dushanba ko'rdingiz, seshanba kuni kelyapsiz-da, serialning davomini ko'ryapsiz, tushunish qiyin edi-da. Lekin endi mana hozir mayli streaminglar bor, yoshlar ancha internetdan faol foydalanishyapti va hokazo rus dublyajida-ku misol hali hanuz mana pirat saytlarida turli xil seriallar ko'riladi. Ularni o'zini bir 7 ta 8 ta ovoz dublyaj turini tanlash imkoniyati bor. Xo'p, Westerosga qaytsak, Taxtlar o'yinini mana qanaqa bu olamga kirib kelganinglarni aytdinglar, ilk taassurotlaringlar, kimdir kitobni ustun qo'yapti, kimdir baribir serialni afzal ko'ryapti-ku, lekin mana birinchi mavsumni ko'rdinglar. Birinchi mavsumni ko'rganinglarda darhol muhabbat paydo bo'ldimi olamga nisbatan yoki mana ikkinchi mavsum qo'shildi, atrofdan sarafanna radio deydi, ya'ni odamlar gapirishni boshladi, postlar, internetda gaplar, videolar, yoki mana shu birinchi mavsumni ko'rdinglarda tamom bu bir ko'rishdayoq muhabbat bo'ldimi? Ochig'i menda bunaqa narsa bo'lmagan. Ya'ni birinchi mavsumni neytral ko'rdingiz. Neytral ko'rganman. Bolalikda o'zim tushunib ko'rganda ham shunday bo'lgan. Ya'ni qanday bo'lgan, birinchi mavsum kirish baribir, personajlar tushuntiriladi, oilalar va ikkinchi mavsum va uchinchi mavsumdan keyin ham voqealar juda intriga olishni boshlaydi. Birinchi mavsumda men neytral tomoshabin bo'lib ko'rganman. U darajada muhabbat yo'qota olmagan. Baribir kirish deb qabul qilganman buni. Ya'ni bundan ham keyinroq kattaroq narsalar bor. Lekin qiziqish uyg'otgan. Lekin fanatizm emas. U fanatizm darajasida emas. Baribir umumiy baho kerakda, o'sha qanchadir 8 mavsumni ko'rgandan keyin, ya'ni tugallangan loyihani ko'rgandan keyin aytishim mumkin. Bu juda yaxshi loyiha, men shu loyihaga muxlisman. Muxlisman, hozir ham to'g'ri 7 va 8 mavsumlarga e'tirozim bo'lsa-da, lekin muxlisman. Birinchi qismda Kimbel aytgandek, aks sadoni ko'rganimdan muhabbat uyg'ongan. Bu aks sada ko'prikning ustida kiyik ulug' bo'rini shoxlab ketadi-ku. O'lib yotgan sahna. Keyin ko'rdim, Starklarning ramzi bo'rilar, Baratyonlarning kiyiklar, o'shanda ham assotsiatsiya qildi. Demak, kelajakda Baratyonlar Starklarni o'ldiradi, 6 ta bola yetim qoladi. Demak, serialda umid bor, uni sevmoqlik kerak. Birinchi qismning o'zidayoq o'zi miya spoiler bor. Siz allegoriyasiga oshno bo'lgan ekansiz. Filmda o'sha ko'prik ustida bo'lgan narsani o'zi yo'q, o'zi juda ko'p narsani keyin brendni qilib yuborish yo'q.
uni kelajagidan darak bergani juda umid bilan ko'rganman. Endi men ko'rayotgan paytda hamma qismi chiqib bo'lgandi, hamma fasl. Ha. Nuralish tarafidan Bir haftada hammasini ko'rib bo'lib. Manda ham hamma qismi chiqib bo'lgandi. Men anu gapidan keyin yaxshi ko'rib qolganman. Lannisterda The Things We Do for Love degan-ku. O'sha gap yoqib qolgan menga. Keyin ko'rish boshlaganman, keyin Drogo yoqib qolgan. Nimaga aynan Drogo? Mana Qo'pol, muskuldor. endi bu ko'chmanchi ildizlarimiz o'zi haqida ma'lumot bergan bo'lsa kerak-da. Genda katta Chingiziylar, Qadriyatlar. Emas, shunaqa gap eshitgandim turmush o'rtog'imdan. Что har bitta erkak bitta ma'lum bir ayol oldida mushukka aylanadi, boshini egadi degan, Drogo xuddi shu ahvolga tushadi. Yaxshi sabab. Keyin Tyrionning gaplari Jon Snowga bo'lgan, Bastardga bo'lgan, что san o'zingni kamchiliging ni ustunlikka olib kelgan deb annotatsiya o'qiydi. O'sha gaplar yoqib qolgan. Yo'q, men sras ko'rganman keyin. Ko'rish kerak. No 7dan zerikkanman, уже majburan ko'rganman. Shu tugatib qo'yish kerak seriallarda. Ko'pchiligi zerikkan. Yopib qo'yish kerak-ku, endi baribir ochilgan dasturxonni deb. Juda majburlab ko'rgandim o'shandan keyin. No, juda zo'r chiqqan. O'sha gapini o'zi chunki oxirida ham biran aytadi-yu Jeymiga, что The Things We Do for Love. Ancha narsa qilib qo'yiladi sevgi uchun. Tushunarli. Endi menda ham o'sha har bir yil tilga olib o'tgan bir o'ziga xos jihatlar, mehr, qanaqadir qiziqish uyg'otgan, lekin men endi baribir rejissura sohasida faoliyat yuritganim tufayli o'sha Nurali aytgandek qanaqadir shifrlar, allegoriyalar yoki lokatsiyalar, mana shu sulolalar taqsimoti umuman o'rta asrlarga bo'lgan qiziqish doim bo'lgan. Endi bu Uzuklar hukmdorini ham bir qanaqadir izza effekti bo'lsa kerak, lekin o'ziga rom etgan jihatlari shu bo'ldiki, o'sha devor. Devorni ortida noma'lumlik, o'zi birinchi qism shundan boshlanadi-ku. Devorni ortiga chiqdi, nimadir bo'ldi, qanaqadir ishkal, mojaro va keyin qanaqadir zodagonlar, oq suyaklarning hayoti, qirol kelyapti, qirolni boshqacha tasavvur qilgandim, qanaqadir bir baqaloq tushdi. Baqaloq tushdi. Injiqroq odam, lekin Starklarga bo'lgan munosabati tamoman boshqacha. Tyrion, keyin Tyrionni devor ustida, endi hozir yodimda yo'q, devor ustida turib hojatini chiqaradi-ku. Bunda ham men bir qanaqadir bir shuning uchun borgan bo'ladi o'zi. Maqsadim shu edi. Dunyoning chekkasiga borib, aynan o'sha jirkanch qilig'i unga bo'lgan qiziqishim uyg'otganda, demak bu qanaqadir telba faylasuf deganman. Shundoq baland joyga chiqib bir pakana odam chiqib olib hojatini chiqaryapti. Keyin aytayotgan har bir gaplari, misol uchun akam Jeymi o'sha qilichini charxlab turish kerak jangda g'olib bo'lish uchun. Men kitob o'qib turishim kerak. Snowga aytgan, adashmasam Jeymi haqida aytgan yoki umuman jangchilar haqida aytgan. Yo'q, unda savol beradi, nimaga ko'p kitob o'qiysiz deydi. O'shanda bo'ladi. Aql zakoni charxlab turish uchun va umuman olamni o'zi bir boshqacha ko'zga ko'rinishi boshlagan, keyin o'zini singlisini qanaqadir bir umuman muhojirlarga bir boshqa begona yurtga qo'pol qilib etganda pullash, misol uchun anaqani nazarda tutyapman Daenerysni. Va mana shu jihatlar qanaqadir bir, demak bu shunchaki fantasy emas, bu fantasydan ko'ra ancha chigalroq, murakkabroq strukturaga ega bo'lgan qanaqadir fantasy olam va tabiiyki muhabbat aynan shundan paydo bo'lgan. Endi Qizil to'y masalasi. Kim qanday tomosha qildi? Menga o'xshab, men nimaga bu savolni beryapman? Biroz banalniy savol bo'lishi mumkin, bachkana bo'lgan savol bo'lishi mumkin. Men hali hanuz eslayman, balkonda tunda qorong'ida chiroqlar o'chiq. Umuman bunaqa narsani kutmayapman. Derazam ochiq, yengil shabada esyapti. Hali bugun kechagidek eslayman. Keyin musiqani o'zida qanaqadir bir tahlika bor, lekin o'ylayapman, o'rta asrlar-ku, endi o'tdi, kim ham chalardi, musiqasi shunaqa bir tahlikali bo'lsa kerak desam, keyin o'sha Una Chaplin aktrisani qornini paqillatib pichoq bilan uryapti, bu yerdan arbaletda mehmonlar, mezbonlarni o'ldiryapti. Qo'lim titragan, hali hanuz eslayman. Juda emotsional odamman, qo'lim titrab ko'rganman
va tugaganidan keyin aytganman, yo'q, Uzuklar hukmdorida bunaqa effekt bo'lmagan. Bo'lmasa ham kerak, Hobbitda ham bo'lmagan, umuman boshqa fantazilarda ham bo'lmagan. Bu qanaqadir o'zgacha narsa deganman. Sizlarda qanaqa bo'lgan? Menda ochig'i muzlash bo'lgan. Birinchisini ko'rganimda ham bu sahnaga ko'zim tushgan, lekin bilganman ikkinchi marta ko'rayotganimda ham shu joy kelishini, lekin o'sha ikkinchi ko'rishimda ham haqiqatda qorong'i xona deysiz, biz kechqurun ko'ramiz asosan. Seriallarni o'sha chiroqlar o'chgan notebookda bir o'zim haqiqatda bir shok holatga tushilgan. Kutilgan bo'lsa-da bu narsa, ya'ni bilgan bo'lsam-da. Shunaqa kutib olganman. Chunki fantazida o'zingiz bilasiz, ko'proq mana Hobbitda ham yoki Uzuklar hukmdorida ham sarguzasht bo'ladi. Asosiy qahramon har doim yo'lida chiqqan raqib bo'ladimi, maxluqot bo'ladimi, g'alaba qozonadi, uyga tirik qaytib keladi. Taxtlar o'yinida esa umuman buni kutib bo'lmaydi. Shunisi bilan ham qiziqda. Bir qismda shuncha bosh qahramonni yo'q. Nima bo'ladi endi? Nima bo'ladi? Biror bir personajga bir muhabbat ham qo'yib bo'lmaydi. Shu qilig'i uchun biz rejissyorni ham yomon ko'ramiz. Nimaga o'ldirdi? Ssenaristni Jorj Martinni yomon ko'ramiz. Shuning uchun buni hurmat ham qilamiz. Shunaqa taassurot uyg'otgan menda. Chunki u o'zi yaratgan qahramonlarga mehr qo'ymaydi. Mabodo mehr qo'ysa, paqillatib yo'q qilib tashlaydi, o'ldirib yuboradi. Hozir yodimga tushdi. Hammani qirishidan bu olamga kirishdan oldin kitobxonlar shunaqa men bo'lardi-da. Remark umidlarni o'ldiradi, Tolstoyni o'ldiradi, Dostoyevskiy oxirida Martin hammasini o'ldiradigan men bor edi. Men o'shanda 8 tali yozuvchi. O'shanda o'ylardim, Martin kim ekan bu hammani o'ldiradigan desam, Taxtlar o'yini yozgan yozuvchi. Yo'q, Qizil to'yda unchalik hayajonlamaganman, chunki Susan Bellda aytilgan edi. Mana shu video uchun ko'pchilik meni tanqid ham qilgan, ya'ni nimaga eng asosiy muhim sahnani spoiler qilgansiz deb, men bilmayman, berilib ketganman. Gapirmasam bo'ladi. Baribir spoiler bo'lgan taqdirda ham jumbushga keltiradigan sahnada. Albatta, lekin albatta. Undan ko'ra ko'proq Aryani qasos olishi ko'proq meni jumbushga keltirgan. Kutilmagan darajada. Menda qizil to'y bo'lgan. Chunki o'sha Yusuf tug'ilgan payti ko'rgan bo'lganim uchun men birinchi farzandim. Onasiz. Onaman, bu yerda ham shunaqa zo'r gapiryapti, mayli nima qilsang qil, lekin meni to'ng'ichimni qo'yib yubor deydi-ku. To'g'ri. To'ng'ichimni qo'yib yubor deydi, keyin Rob shundoq qaraydi, aynan o'layotgan payti mazir deydi. Все bo'ldi. Imomda qaram Yusuf yotibdi. Xuddi mana bo'ladi-ku bizda oxirgi pallada yiqilamizmi, jarohat olamizmi, o'zi ona so'zi avtomatik ravishda chiqadi-ku. Xuddi shuni ko'rsatib berishganda, Rob ilojsiz ona deb qarayapti, nimadir umid kutyapti va u ham aynan o'zi chiroyli gapirganda, onasi ham to'ng'ichimni deydi, o'g'limni emas, Robni emasda, yo farzandimni demaydi, to'ng'ichim deydi. To'ng'ichimni qo'yib yuborgan deydi, u o'ldiradi, u ham bundoq qaraydi. Juda yomon ahvolga tushganman. Lekin sizniki eng ta'sirli, chunki onasiz. Men tug'ilgan payti farzandingiz yoningizda, tan tunda roddomda bo'lyapti bu voqea. 2, 3, 4 hissa. 5 hissa. Yaxshi ma'noda albatta. Ya'ni mana tashqi faktorlar ham kontentni qaysi mahal, qaysi pallada iste'mol qilishimizga, bizni tuyg'ularni o'sha nima deydi, sinxron bo'lishiga albatta ta'sir ko'rsatadi. Endi bois siz hozir mana memlar masalasida remark ham aytib o'tdingiz. Remark haqida endi so'z o'rnida aytib o'taman. Yaxshi ko'rgan memim, bu adashmasam rus segmentida ko'rganman. Remark kitobida bir ayol yo'taldi desa, shu hamma qarab turadi-yu. Chunki bo'ldi, u tuberkuloz bo'lib o'lib ketishga mahkumda. Ko'pchilik tuberkuloz yaxshi ko'radi. Tuberkulozni menimcha turmush o'rtog'i shu kasallikdan vafot etgan bo'lsa kerak. Shunaqa gap eshitgandim, lekin bu tarjimai holiga qay darajada haqiqatga yaqin, lekin da'vogarligim yo'q, bilmayman. Lekin xabarim ko'p narsasi Uchoq-aynida ham shu tuberkulozdan o'ladi, oxirida o'ladi. O'shaning uchun remark Alzheimerda ham shunaqa. Ha, shunday. Remark asarlarda ayol qahramon yo'taldimi, demak sekin o'zi tobut tayyorlash kerak. Boshidan. Xo'p, mayli bitta surpriz qilaylik tinglovchilarimizga. Mana Caitlin Starkka o'limini hozir muhokama qildik. Siz demak faqat birinchi qismini o'qigansiz. Ha. Sizlar boshqa qismlarni ingliz tilida hattoki o'qiganlar ham bor oramizda. Mana kelinglar, faqat serialni ko'rganlar bor. Caitlin Starkni aslida bu sahnada o'lmaganligini
va qaroqchilarning sardoriga aylanganligini bir oshkor qilib, bu haqda kitoblarda o'qiganinglarni bir gapirib bersanglar. Ya'ni Caitlin Stark tushunishim bo'yicha kitoblarda tirik qoladi va keyin qanaqadir qaroqchilar sardori sifatida o'rmonlarda yurib shu Lannisterlardan bevosita qasos oladi. Bu narsa kitoblarda bormi? 1, 2, 3 ta deyarli yo'q edi, balki 4-5 ta bordir. Lekin unda ham o'lib ketadi menimcha oxirida. Yo'q. Ya'ni tirik qolmaydi Caitlin. Mahinda bormi bu borada? Yo'q, menda ham yo'q. Qiziq. Lekin shu narsani o'qigandim. Demak, tekshirish kerak ekan Lekin buni. kichkina ukasini kinofilmda o'ldirishgan, serialda o'ldirishgan, kichkina Ronnimi? Yo'q, Rickon. hamma o'lgan, ya'ni lekin kitobda o'lgani yozilmagan kitobda. Caitlynni. Yo'q, Rickonni. Yo'q, men Caitlynni nazarda tutaman. Ya'ni menimcha kitobda Daenerys bilan Jon Snow ham ko'rishmaydi-yu, ha? Yo'q, ko'rish. Yo'q, men bitta joyda o'qigandimki, shu Caitlin Stark qandaydir yo'l bilan tirik qoladi va adashmasam bu narsada Toros Mirlik Toros bor edi-ku, shunaqa qahramon. O'sha haligi qilichni yondira oladigan, o'sha kultga qo'shilib qolganlar, o'sha birodarlik, bayroqsiz birodarlar. O'sha bayroqsiz birodarlik vakillari qanaqadir yo'l bilan Caitlynni o'sha egizaklar minorasidan olib chiqib ketadi, keyin uni balki tiriltirishadi. Amallab tiriltirishadi va u qanaqadir yarim arvoh, yarim xullas ham foniy ham boqiy dunyoni o'rtasidagi bir mavjudot bo'lib qoladi va qanaqadir qaroqchilarga sardor bo'lib o'rmonlarda mana shu mahalliy qishloqlarga qo'rquv solib Lannisterlardan qasos olib yuradi degan narsani qayerdadir o'qigan ekanman. Umid qilamanki bu tushimda bo'lmagan. Avvaldan uzr so'rayman, lekin agarda tinglovchilarimiz orasida bu narsadan boxabarlar bo'lsa, izohlarda yozib ketinglar. Yangilik bo'ldi, lekin Xuddi Tyrion o'zi Targaryen bo'lish mumkin degan nazariya bor. Tyrion Targaryen bo'lish mumkin. Balki bu nazariya. Daenerys katta kastri bo'lish mumkin. Tywin ham aytadi-ku, you are not my son deydi. Xo'p, endi hamma dod faryod qiladigan savol, hamma mazza qilib javob beradigan savol nazarimda, eng yaxshi ko'rgan qahramoninglar. Qiyin savol bilaman, chunki juda ko'p rangli qahramonlar oramizda hozir kimdir 50%, 90% Tyrion deydi, kimdir Jaime deydi. O'zi umuman shu GOT bo'yicha savol uyushtirilganda fan bahsi bo'yicha eng ko'p ovozda Tyrion olgan. Tabiiy. Lekin menimcha Lord Baelishni hurmat qilishimiz kerak. Ya'ni bizaga bu taxtlar o'yinini tashkil qilib bergan inson sifatida, kitobda qanday bo'lgan bilmadim, lekin serial miqyosida oladigan bo'lsak, hammasini boshida shu. Shu darajada rolini yaxshi o'ynagan, o'zi personaj shunchalik mukammalki, endi to'g'ri o'lib ketadi, lekin ayni shu bizaga intrigani taqdim qilgan inson shu. Menga Lord Baelish yoqadi. Gap yo'q. Yo'q, to'g'ri, fikrlaringizga qo'shilaman, lekin bu qahramonni tanlaysiz deb o'ylamagandim. Yaxshi, Lord Baelish to'g'ri, lekin haqiqatan ham u ham mexanizm. Hamma jarayonni sekin va aktyor tan olish kerak, muhtasham rol ijro etgan. O'sha mo'ylovchalar, o'sha viqor, ustidagi haligi kostyum doim jozibador bo'lib yurishga harakat qiladi. Tullak haqiqatan. Lekin xuddi bir multfilmda tulkini ko'rgandek bo'laman-da. Insonni ko'rsam. Qo'shnimni ko'rgandek bo'laman. Ko'rmasa podkastda deydi. Qilib damkonmasmi? Damkon bo'lsa ehtiyot bo'lish kerak. Ana qo'shnilarni bir-biriga qayrab kimdir uyida. Yoshligimdagi qo'shnim ko'p yaxshi. O'zi har bir personajda o'zini o'rni bor. Baribir. To'g'ri, tabiiy. Bir ayrimlar men fan bazam shu ko'rib chiqqan paytim Cersei'ni yoqtirganlar bo'lgan. Lord Frey yoqtirganlar bo'lgan, o'sha ovoz shaklida ko'rsatib qo'yishdi. To'g'ri 5-10 ta ovoz bo'lsa ham, lekin shu inson uchun fanat bo'lganlar bor-da. Xodorda, ya'ni Xodir albatta. Xodir kitobi bor. Xodir deb yozilgan. Xodir. Snow'ni bo'risini serialda kam ko'rinadi, asosiy pallalarda paydo bo'ladi, epizodlari kam, lekin o'sha nomi nima edi? Ghost Sharpa. Sharpa. Shuni ham muxlislari ko'p. Semmi ham muxlislari ko'p. Shunday. Har bir shaxs individual demoqchiman-da. Qiziqishlari har xilcha bo'ladi. Varismi? Varis yoqqan ko'proq. Chunki tanazzulga uchrayotgan bitta jamiyatda saqlab qolish uchun pastki tabaqa ham, yuqori tabaqa ham harakat qilmaydi-da. Unisi baqqa tortadi. Shu paytda ikkinchi darajali inson mexanizmni yurmay qolgan soatda yurg'izib yuborish kerak.
Varis doim menimcha ana shu taxlar o'yinda yurmay qolgan mexanizmni yurg'izib yuborish vazifasini bajargan. Kerak payti Tirionni qutqargan, kerak paytga sudga chiqib uni sotgan. Ya'ni polniy mexanik kerak bo'lsa Daenerysni qochishiga ham yordam bergan. Birinchi keyin maktublarni almashtirgan. Juda ko'p ish qilgan va oxiri qirolichalarni ko'rib chiqqan. Birinchi mavsumda ham siz kimga xizmat qilasiz deganda Stark respublikaga deb nima ruschasini ko'rganimda shunaqa deb tarjima qilishgan, shunga xizmat qilaman degan, lekin men baribir Varisni oxirgi pallalarda shu adolat nuqtai nazaridan emas, emotsiyaga berilib ketadigan inson sifatida bilaman. Baribir Varis qarori bo'yicha o'sha narsa bo'lib chiqdi ekan. Yakun. Varis serialdagi Varis bilan kitoblardagi Varis deyarli bir xilmi? Deyarli bir xil, 95%. 95% deyarli bir xil. Yaxshi ochib berilgan serialda ham. Tashqi ko'rinishi ham shunaqa. O'zi 5-mavsum kiyimlarda ham atlas adreslardan foydalanishgan adashmasam. Shunaqa juda jozibador. Endi Varisni eslab o'tganda birinchi xayolga keladigan sahna men uchun shu quti sahnasi. Qutini sekin monologini aytib ochadi-ku va ichida o'sha shedevr yoshligida azoblagan. O'sha sahnani ko'rganimda ham jinni bo'lib qolganman-da. Qanaqa bu qanaqa kallali bu, uni boshqa qit'adan olib keltiradi. Shunday. Boshqa qit'adan olib keltirib bolaligida buni chalajon qilgan, buni uzru olatini gulxonga tashlab keyin unda shu sehr jodu qilgan qanaqadir bir kazzob sehrgarni boshqa qit'adan olib keltirib qasos olish uchun kadr ham zo'r qo'yilganda u yerda o'sha quti kamera pastdan olyapti, shu qutini yog'ochlarini yechyapti, keyin boshi tushunmadim nimaga pastdan olyapti. Demak, u yerda bir balo bor. Endi balki jonzotdir, hayvon. Qarasam bir otaxon o'tiribdi. Gap yo'q deganman o'sha. Keyin menga Varis jihatdan olib qaraganda Atirgul qirolichasi ham yoqqan. Chunki u ham kerakli paytda kerakli murvatni burab Joffreyda ko'rinmas qahramonlar ortidagi qahramon sifatida. Lekin o'zi birdan biz mana bunaqa jumbusha keladigan sahnalarga o'tib ketdik. Bir tomonlari bir o'zimizdan o'zbek chechalariga o'xshaydi. Shu haqiqiy anaqa oilada onaxon, bir kelin yoki kimdir kuyov qiliq qilsa, shu sekin o'tirib burab qo'yadigan onaxonda u. O'xshaydi. Menga birinchi ko'rgan paytimda Tyrion yoqqan, kitob o'qishi, gaplari juda yoqqan. Keyin Bolton yoqqan, bastard. Juda qattiq yaxshi ko'rib qolganman buni. Juda ham qattiq yaxshi ko'rib qolganman. Boltonmi? Bu Bellishdan ham o'tib tushdi lekin. Boltonni qanaqa yaxshi ko'rib ko'rish? Yaxshi ko'rmaslik mumkin. Sadistlarni qanday yaxshi ko'rmaslik? Yo, endi to'g'ri. Kim aytishi mumkin? Ya'ni siz boshqa tarafidan, ya'ni otasini ko'z o'ngida shunaqangi inson qo'liga hamma narsa berilgan paytida juda bir mohirona tarzda hamma narsani yo'qotadi. Butun sulolasini ham yo'qotadi. Erishilgan o'sha Winterfellni ham yo'qotadi. O'sha nima desam, severda ushlab turadigan Sansani ham yo'qotadi. Hamma narsani yo'qotadi. Keyin qaraganman evolyutsiya nuqtai nazaridan qahramonlar misol uchun Tyrion o'zgarmaydi. Oxirigacha shunaqa wise odam, donishmand, zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Tyrion yoqib qolgan Greyjoy juda qattiq evolyutsiyaga uchraydi. To'g'ri. Juda ham mana inson o'zi har doim o'zgarib borish kerak. To'g'rimi? Tyrion o'zgarmaydi baribir. Tyrion baribir yaxshi ko'rgan qahramon, lekin o'zgarmaydi. Lekin Greyjoy juda qattiq o'zgaradi. U unaqa o'zgarish serialda Greyjoyda bo'lgan, Dany'da bo'lgan. Dany ham umuman boshqacha, birinchi qismda, oxirgisida umuman boshqa olam bo'lgan. Keyin men umuman tushunmaydigan narsam qanaqa odamlar Jon Snowni yaxshi ko'rish mumkinligi. U juda katta fan bazasi bor. Merskiy chuvakda. Merskiy chuvak. Человек ни о чём-da, bilmadim. Juda ko'pchilik yaxshi ko'radi, lekin men u yaxshi ko'radigan odamlarni Человек ни о чём deganingizga anu sahna esimga kelib ketdi. Daenerys hamma maqom anaqalarini aytib o'tadi-yu, tanishtirib keyin Jon Snow shunaqa gap bo'ldi. Oxirida Shimol qiroli. Shimol qiroli. Mana shu o'rinda tezda susambilliklarga yuzlanaman. Nimaga biz aynan bu blogerlarni chaqirdik? Chunki mana tahliliy fikrlash borda. Hozir to'g'ri, hamma tomoshabin, hamma kuzatuvchi, fanat, lekin ko'pchilik hozir Jon Snow, Daenerys degan bo'lardi. Mana biz hozir tahlil yo'li bilan nimaga aynan bu qahramonlar simpatiya uyg'otdi bu mehmonlarimizda kabi savolga mana sekin asta javob olyapmiz.
Xo'p, mana mavsumlar mavzusida gapirdik. Har bir mavsum qanaqadir bir cho'qqiga chiqdi. Vasil zotan bu savolga javob berib bo'ldi, ya'ni oxirgi mavsumlardan siz umuman qoniqmadingiz. Sizlarda vaziyat qanaqa? Ya'ni man nima uchun bu savolni beryapman? Tanishlarim orasida shunday odamlar bor, ular aytdiki, juda cho'zilib ketgandi. Bunaqangi tugatishga majbur bo'ldi va unaqa katastrofik narsa ko'rmadik deganlar ham bor. Ya'ni yomon emas, chakka emas yakun. Aksincha xuddi sizni pozitsiyangizda butun serialni dabdala qildi final, umuman qaytadan olish kerak degan fikrni ham tutganlar ham bor. Chunki o'sha 6-mavsumgacha bo'lgan davr plankani juda yuqoriga qo'yib qo'ygandi-da. To'g'ri, 7 va 8-mavsum yaxshi chiqqan bo'lishi mumkin, lekin o'sha darajaga chiqa olgani yo'q-da. Masala shunda. Nelepslar ham ko'p-da. Juda ko'p, ochiq qoladigan savollaringiz ko'p serialda. O'zi umuman serial bunaqa tugatilishga arzimasdi-da. Shunaqangi bir shedevr, iskustvo, haqiqiy san'at asari bunaqangi darajada ko'rpachani yig'ib qo'yishga, uni burchakka tiqib qo'yiladi. Ko'rpachalar sarpaga qilingan yoda chang bosib, prosta qurt tushmasin deb yoyib turishadi. Xuddi shunaqa yopib qo'yilgan serial. Uni tikadi. To'g'rimi? Rosa tikadi, janjallashib material sotib olishadi, bir-biri bilan urushib, lekin v itogi hech kim o'tirmaydi, hech kimga yoyilmaydi, baribir shunaqa qilib yopib qo'yishganda. Bunaqa narsaga arzimasdi baribir serial tugatilishga. U tarafini olish, qanaqadir xasposlashdi. Atmaska qilib qo'yishadi ko'p prosta. Yaxshi. Men ham yuqoridagilar fikriga qo'shilaman, nima ham derdim. Yoqmagan. 7-8 fasl o'tkazib ko'riladigan serialga aylanib qolgan, hattoki 1-chi, 2-chi, 3-chi fasllar 1 daqiqa ham o'tkazsa butun ma'no o'zgarib ketadigan bo'lsa, ularda bir 3-4 daqiqani o'tkazib yuborsam hech narsa o'zgarmaydigan darajadagi qismlar seriallarga aylanib qolgan. Asabga tegadigan jihati shu bo'lgan. Endi to'g'ri, sizlar hozir turli xil sabablarni, misollarni keltirdinglar, ya'ni nimaga yoqmaganligi borasida. Umuman taxtlar o'yini fantasy olamiga o'xshagan, bu kabi serialga o'xshagan olamlarda qahramonlar bilan ma'lum masofalarni bosib o'tish bu juda muhim jihatda. Misol uchun o'sha Korolevskaya tropa deymiz-ku, qirol yo'li yoki qirol nima so'qmog'i qanaqa tarjima qilingan qirollik yo'lida. Misol ba'zi mavsumlarda butun mavsum davomida o'sha yo'l bo'ylab sayohat tasvirlanadi. Oxirgi mavsumlarda lokatsiyalar shu darajada o'zgaradiki, o'sha qit'alarni Westerosni ko'lami sezilmay qoladi. Bir qarasangiz o'tda, bir qarasangiz bo'tda nechidir minglik lashkar hozirgina bu hududda edi, boshqa qismda bu yerda edi, xuddi bir teleportga o'xshab. Bu narsa albatta tomoshabinni juda ham bir g'ashiga tegan. Xo'p, endi qaranglar, mana yaxshi qahramonlar tilga olib o'tildi va menimcha yana bir muhim qahramonlar to'plami bor. Uni ham bir chekkadan tahlil qilib ko'rsak, misol uchun Arya Stark va Qizil jodugar, ya'ni bir-biriga qarama-qarshi va o'rtadagi bog'liqligi deyarli yo'q bo'lgan qahramonlar taxtlar o'yinini muhim obrazlari sanaladi. Tushunishim bo'yicha kitoblarda ham, seriallarda ham qaysi bir ko'proq sizlarda qiziqish va simpatiya uyg'otgan mana shu ikkita obrazdan? Arya Stark uyg'otgan menga boshdan bosh, lekin oxirida Qizil jodugar ham xuddi Varys singari o'ziga yarasha missiyasini bajarib bo'lgandan keyin tark etishi, bu Qizil jodugar kitobda ham, serialda ham qay darajada farq, bir xilmi? U ham xuddi Varysga o'xshab yoki tafovut bormi? Yo, deyarli bir xil ham. Bir xil, ha. Chunki yoqqan tarafi uni qo'lida bo'ynidagi taqinchoq abadiylik timsoli edi. Ya'ni u narsani doimiy ravishda taqib, Benni yonida maslahatchi bo'lib, doimiy ravishda yashashga haqqi bor edi bemalol, lekin u ma'lum bir missiyani bajardi va keyin yetib kelganini tan oldi, chiqib ketdi. Bu narsa juda ko'p narsalarni hal qiladi. Chunki ko'pchilik missiya tugagandan keyin ham qolishga harakat qiladi. Davom ettirishga harakat qiladi. Abadiylik. O'zi ko'p fantasy janrlaridagi muammo abadiylik va o'lim o'rtasidagi tafovut va o'sha narsani yenga olgan Qizil jodugar ich-ichidan egosini. Menda umuman qiziqish uyg'otmagan Qizil jodugar. Sabab?
hech qanaqa bilmadim. Chunki Mahinga Jon Snow yoqmaydi-da. Yo'q, gap bunda emas. Nimaga Stanis oldida yuradi ko'rasa? Mahinga ayol qahramonlar yoqmayapti. Ayol qahramonlar yaxshi ko'raman. Marjorie uni o'zi bir olam. Juda zo'r qahramon deb bilaman undan. Boyacha esimdan chiqib qoldi. Arya Stark kitobda boshqacha. Serialda menga yoqmagan, lekin kitobda juda zo'r. Ha, men nimaga bu savolni takror bod beryapman? Chunki mana kitoblarda va seriallarda baribir qahramonlarning farqi bo'ladi-da va hozir shu paytgacha sanab o'tgan qahramonlarimda tafovut uncha katta emas dedingiz. Demak, Aryada farq nisbatan bor. Balki menga shunaqa tuyulgandir. Arya Stark kitobda rostdan juda ham yorqin. Menga Arya Stark kitobda rostdan yoqqan. Juda zo'r yoqqan, uni tasvirlanishi ham, uni o'zi ham juda alohida olam, lekin kinoda, serialda yoqmagan. Faqat единственный yoqqan joyi Tywin bilan gaplashadigan gaplar. O'sha joylar zo'r chiqqan. Da. Tafovutlari nimada masalan? Endi kitobda alohida boblar ajratilgan-ku, ko'proq ajratilgan. Ichki dunyosi ham ochib Keyin berilgan. o'zi kamayadi Aryani boblari ham. Maza qilib o'qiysizda Arya Starkni o'zini ichiga kirib borasiz. Serialda o'zi boshidan tayyorlab boradi-ku, naryoqda nima bo'lishiga, qanaqadir bitta ключевой odam bo'lishiga tayyorlab boradi. Shunga juda ham bir boshqacha tasvirlab yorishgan deb o'ylayman unga. Kitobda zo'r. Arya Stark kitobda juda ham zo'r. Kitob masalasida qahramonlardan ko'ra shaharlarning tasvirlanishi juda chiroyli, ayniqsa Winterfellda. Har bitta yo'lini o'rgimchak turlarga o'xshatadi. Serialda bu narsa ochib bera olmagan. Serialda Winterfellda faqat darvozadan kiradigan joyni ko'ramiz, katta xonasini ko'ramiz, keyin ota-onasini spalnyasini ko'ramiz bu. Uzoqdan ham bir ko'rsatib qo'yishadi. Kitobda juda zo'r, lokatsiyalarni juda zo'r izohlab beradi. Qirol bandargohini ham zo'r tasvirlagandir. Shunaqa tarjima qilinganmi? Qirol bandargohimi? Mana shunday. Vasil janoblari, kim? Aryami yoki qizil jodugarmi? Sansa deng. Sansa yo Cersei bo'ladi. Nuralining ham gapida jon bor. Cersei ko'proq yoqqan baribir. Ikkalasiga ham nisbatan. Chunki men Cersei'ni manipulyator deb bilaman. Ya'ni o'zini gapini o'tkaza oladigan o'sha jimjiloq bilan suhbatida ham bilinadi-da. Jimjiloq aytadi, bilim bu kuch degan paytda kuch bu kuch deydi. Ya'ni atrofidagilarga qarab o'giringlar, ko'zlarini yuminglar, tomog'idan tortinglar deydi. Kuch bu kuch, ya'ni o'zini властini qanday ishlatishni biladi. Atrofidagilarni qanday boshqarishni biladi. Balki yaxshi qirolicha chiqqan bo'lardi, uni atrofida shu Daenerys yoki Jon Snow bo'lmaganda. Yo'q, Tywinning gapi bor, sen o'zing o'ylagandek aqlli emassan. O'shani isbotlab bergan. Bo'lishi mumkin bir tarafdan. Chunki baribir Cersei bilan Tywin yoki Tyrion solishtirganimizda aqliy jihatdan, intellektual jihatdan bular Cersei pastroq ko'rinar. Shu solishtirganda. Lekin boyagi qizil jodugar va Arya Starkdan ko'ra menga Cersei qizil jodugar. Kitoblarda Tywin Lannister hojatxonada o'ladimi? Yoki serialdan farqli ravishda yoki qanaqa bo'lgan bu sahna? O'sha yerda Ya'ni arbalet bilan keladi otasini xonasiga va o'sha sahna tufayli, ayni o'sha yerda Tyrionning gaplari tufayli ham Tyrion Targaryen bo'lishi mumkin. Men nimaga bu narsani hozir esladim? Yaqinda TikTokda ko'rdim. AQShda bir yigit hojatxonasiga Tyrionni arbalet ushlab turgan rasmini yopishtiribdi-da, hojatxonaning eshigini har gal yopganda Tyrion qarab turar ekanda arbalet bilan. Shunaqa bir yechim qilibdi. O'zi memlar ham chiqib ketgan-ku. Eng qudratli inson hech qanaqangi nimasiz hojatxonada bo'ladi. Haqiqat, lekin butun boyliging, qudrating Starkski ham aytadi-ku, naryoqda gaplashaylik, bu ahvolda emas deydi-ku. Eddard Starkda ham o'sha memda sharafli odam sharafsiz o'lim topdi. Theon Greyjoyda aytadi, u aslida sharafsiz bo'lgan odam sharafli o'lim topdi degan ma'noda. Eddard Starkka munosabatinglar qanaqa? Mana nima desa bo'ladi, ko'pchilik bilgan ekan bu qahramon birinchi mavsumni o'zidayoq o'lib ketishini, kimdir balki bilmagandir. O'zi Eddard umuman olganda taxtlar o'yini birinchi mavsumida juda ham muhim rol o'ynagan personaj, ya'ni simpatiya uyg'otgan personaj nazarimda, chunki Robertning fonida Eddard Stark haqiqatan ham sharaf, g'urur, qandaydir bir intelligent lord obrazida gavdalangan. Dada, ota obrazida. Shu taraflari simpatiya uyg'otgan bo'lishi mumkin. Aslida ahmoq odamda deb qabul qilaman men Eddard Starkni.
qadriyatlarga juda sodiq, ya'ni o'shanda o'ta ketgan qadriyatga sodiq odam. Jimjiloq taklif bildirgan payti saroyda qo'lga olaylik, mana shunaqa imkoniyatgani yo'q, Stalinist taxtga eng loyiq odam men Stalinni o'tkazaman. Vaholanki agar yaxshi siyosatchi bo'lganda bu vaziyatdan chiqib ketishni bilardi. O'sha Makiavelli siyosati bor-ku, ya'ni hukmdor axloqiy chegaralarni nima deydi? Xalq manfaati uchun buzib turish. Shunday buzib turishi mumkin. U ham xuddi shunaqa kitobda yaxshi ochib berilgan. Eddard. Endi mehribon bo'lgan bo'lishi mumkin, adolatli bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin bu bir taxtni ushlab turish, hokimiyatni ushlab turish uchun yetarli emas-da. Eng zo'r bu pozitsiyaga mos men o'ylayman, Tayvan tushadi deb o'ylayman. Ya'ni butun hokimiyatni ushlab turish qobiliyatiga ega, o'sha aql bor, makkorlik bor, ishini o'ylab qiladi, kezi kelganda ayyorligini ishga soladi, kezi kelganda kimgadir yordam beradi. Shu jihatdan Tayvan Eddarddan ancha yuqori men uchun. Tayvan deganingizga esimga tushib ketdi, kiyik go'shini tozalash sahnasi ham juda ham ma'nodor. Mana zo'r narsa. Tolkienni asarlarini oladigan bo'lsak, Martin shunga e'tiroz bildirgan o'zi. Ya'ni oxirida har doim baxtli yakun bo'lishi, barcha narsa yakunlangandan keyin mana bu 100 yil birga baxtli hayot kechirishdi, davlatni obodonlashtirish shunaqa degan gaplar bo'ladi va Martin shunga e'tiroz sifatida aytadi, men bilishni xohlardim deydi. Qanday bu narsani tashkil qildi? Aragon. Aragon qanday buni tashkil qildi? Qanday davlatni 100 yil davomida ushlab turdi? Qanday soliq siyosatini yo'lga qo'ydi? Qanday dushmanlarini bosib tura oldi? Masalan, goblinlar baribir tirik qoladi-ku. Qanday ularni bu anaqasini o'qigandim. Bu misol goblin orklar haqida aytadi. Goblin orklar tirik qoladi. Qanday ularni bartaraf qilib turdi? Ular orasiga ishsizlik, ularni migratsiyasini qanaqa hal qiladi deydi. Shunaqa Eddarddan xuddi shunaqa personajda. G'amxo'r, adolatli, vaholanki hukmdor bo'lish uchun buni o'zi yetarli emas. Va shuni oqibatida ham mana oxirgi qismda o'limini kuzatyapmiz. U shu uchun boshidan rad etadi-da. Bo'lish ham mumkin. Boshidan rad qiladi. U haqiqiy dada bo'ladi. Ko'p bolali, ko'p farzandli, farzandlarini yonida olib yuradigan. U oila timsoli, qadriyatli oila timsoli. Lekin taxtlar o'yinida u bolalar buni emasda. Har bir oilada, masalan, har bir yutqazadi. Bolasi bor, serfarzand, har birini hukm unaqa odamni ko'rganman Eddard rolida. Bo'lishi mumkin. Shuning ko'pchilikda simpatiya uyg'otgan. Shuning uchun hamma buni o'limidan shokka tushgan, yomon ko'rib qolgandir. Shu haligacha birinchi mavsumda o'lib ketgan bo'lsa ham o'sha fan bazada eng qadrlanadigan personajlardan biri. Albatta. Jon Snow, Eddard va Tyrion. Norala. Stark o'limi hayratga solgani yo'q meni, chunki birinchi qismdan boshlandi. O'layotgan odam albatta atrofdagilarga bittadan hikmatli so'z aytib ketadi, meros tashlab ketadi. Jon Snowga aytdi, qaytganimda aytaman onang haqida dedi, Ketlingga tayinladi, Aryaga o'zini gaplarini aytadi, Sansaga aytadi. Bu degani hayot yakunlanyapti degani. Ya'ni o'zi ham sezgan qirollik bandargohiga borishi, boshda Ketling bilan to'shakda suhbat paytida ketsa qaytmaydi. Xuddi otasi va akasiga o'xshab. Ya'ni boshda bu narsa ma'lum edi va Stark o'zining vazifasini bajardi deb o'ylayman. Ya'ni 6 ta farzandga ham yo'lini ko'rsatdi, xotiniga nima qilishi kerakligigacha tushuntirdi, yoniga kelganda tushuntirib yuboradi. To'laqonli, ya'ni ota sifatida kerakli narsani qildi va davlat oldidagi burchini ham bajarishga harakat qildi. Lekin har doim ham axloqiy qarashlar mana shu uchun bo'lishini ham sezgandim. Stark tark etsa o'zi Starklar qaytmaydi, o'ladi deydi. Snow qaytadi 1000 marta, chunki to'g'rilab ketaylik, erkak Starklar ketsa qaytmaydi. Erkak Starklar. Ayollar doim qaytadi. Endi erkaklarga urg'u berilgan-ku, bir Eddard qaytmasligi, o'lganda o'ldi dedim. Bo'ldi. Buni qabul qilmagansiz. Lekin osib qo'ygan joyi, u osib qo'ygan joyini tarixdan ham o'qiganmiz. Ko'pchilik osgani o'zi nima qilib boshlarni osib qo'ygan. Boshlarni osib degan, degan narsalar ko'p bo'lganda. U real hayotda ham ko'p bo'lgan asarlarda. Mana buda boshiga bo'rini kiyg'izishi ta'sirliroq. Asarlarda bo'lgan deganingizga. Bo'rin kallasini qilib qo'yadi. Drakulani.
Drakulada ham, o'sha prototipida ham xuddi shunaqa o'zi qoziqqa o'tkazadigan Qoziqqa inson o'tkazuvchi. bo'lgan. Drakula bo'yicha magistrlik dissertatsiyasini yozgandim. Ana. Vampirlar evolyutsiyasi. Xuddi mana Qizil to'yga o'xshagan real hayotda o'sha Graf Drakulani Qizil to'yga o'xshagan hodisasi bor agar bilsanglar. Dadasini o'zi Drakula ordeni bo'ladi-ku bularni. Dadasi shu orden kirgani uchun buni ham Drakul, ya'ni ajdarning o'g'li deb nomlashgan va keyinchalik dushmanlar tomonidan taxtdan chetlatilib, o'ldirib yuboriladi va Drakula qaytib kelgandan keyin taxtga o'shalarning hammasini yig'ib, bazmni uyushtiradida yo'qib yuboradi. Qizil to'yga o'xshab ketadi-da shu. U mashhur bir freska bor yoki miniatyura ham o'sha nonushta qilib o'tiribdi va o'sha anaqalarda qoziqlarda odamlar qoni oqib nima deydi? Hamma seriallarida ham, kinolarda ham ko'rsangiz bir boshlanishda afsonalar aytilayotganda qoziq har doim kallalar bo'lib turadi. Drakula obrazi qoziq bilan bevosita. 2014-yilga chiqqan versiyasi ham o'zi ko'p versiyalar ishlangan. Boshqacha ishlashgan-ku uni sal. O'shanda ham qoziq hamma undan qo'rqib turadi. Lekin Drakula zo'r brend, chunki bugun Ruminiya desa, birinchi navbatda Drakula. Ular o'zini milliy qahramon deb biladi. Qahramon Drakuleshti-da sulolasining nomi. Va qizig'i bilmayman, bu haqda hatto reels ham qilgandim. Bir qozoq tarixchisi bor. Hozir butun o'sha ma'lumot yodimda yo'q, albatta bunga ham bir 3 yil bo'lyapti. O'sha Drakula obrazini o'sha prototipi aslida Jojina avlodlaridan bo'lgan bir o'sha mahalliy mintaqamizdan chiqqan hukmdor bo'lgan deydi, chunki o'sha aynan Balkan taraflarida hukmronlik o'rnatgan bir sulola vakili degan gap fikrini ilgari surgan. Faktku. Endi faktligiga ham bunaqa aniq dalillar yo'q-ku. Endi misol siz dissertatsiya yoqlagan bo'lsangiz, qanaqa o'sha kitob bo'yicha yoqlagan. Kitob bo'yicha. Men vampirlarning evolyutsiyasini yozgan paytimda Arxangellardan olib kelganman, Lutsiferlardan, nimalardan, mifologik unsurlardan. Ha, o'shalardan olib kelganman. Shu Lutsifer bo'ladi, bu yoqda Odomaton birinchi xotini bo'ladi, Odomaton Adamda Lilith bo'ladi, keyin undan tarqiydi. O'shalardan olib kelgandim. Keyin o'zi Drakula Bram Stokeri, keyin u aslida Oskar Wilde xotinini yaxshi ko'rgani, keyin undan qanaqadir prototiplarni olgani, Oskar Wilde yomon ko'rgani, o'shalar bilan. Usmonli imperiyasidagi ko'p afsonalarga ham ta'sir qilgan ekan. Chunki nima qilib olib ketganda, Turkiyada olib ketganda shunday bo'lgan. Ha, yo o'zi umuman endi ham kino ishlashdi. Fotih Sulton Mehmet bilan anaqa Netflix ishladi uni. Ko'p tanqidlar ko'p bo'ldi haqiqatdan ham. Mayli Westerosga qaytsak, endi bitta kichkina interaktiv uyushtirib ko'ramiz. Mana sizlar demak narigi dunyodasizlar. Westerosda tug'ilish imkoni bor. Qaysi sulolada, qaysi qit'ada, balki bilmayman, oranglarda. Misol uchun men bajonidil Dorinda tug'ilgan bo'lardim, chunki men O'zbekiston quyoshiga o'rganib qolganman. Agarda Westerosda tug'ilsam, sovuqdan o'lib qolaman. Shuning uchun Dorinda quyosh bor, sharob, uzumlar, meva-cheva, hamma narsa, qum ko'p. Ya'ni o'zimiz otlar bizga anaqaga Pedro Pascal ham juda yoqadi. O'shaning uchun bu nuqtai nazardan Dorinda tug'ilishni afzal ko'rardim. Endi qani bir sizlarning fikringizni bilaylik. Siz mana yaqinda bu Nurali degan bu blogerimiz yaqinda kamondan o'q uzib, kamonni sindiribdi, keyin bu kishimlar qilich ham o'ynatishibdi. Demak, tak что deydi-yu, taxminiy javobingizni bilaman endi, mayli. Men ham Dorinda tug'ilgan bo'lardim. Aniq qahramonim ham bor. Kim? Rhaego Targaryen bo'lib. Endi Rhaego Targaryen Dothrakis bo'ladi-da. Daenerys bilan Dragoni o'g'li. Kitobda o'ldi deb tasvirlanadi, serialda ham o'ldi deb tasvirlanadi, lekin ko'rsatilmaydi. Katta ehtimol bilan jodugar boyagi shifokorman deb aytgan jodugar uni saqlab qolib, asrab yurgan degan taxminlar, nazariyalar bor-da, kitob yakunlanmagan-ku. Martin bu narsani ham olib kirish mumkin. Demak, Rhaego allaqachon 12-13 yoshga to'lgan. Daenerys o'lgan paytda yoki Daenerys ajdar olib borib Daenerysni Rhaegoning oldiga olib borgan, Daenerys tarbiyalagan. Xullas, Rhaego qaytib keladi. Datrakiyaliklar bilan bo'lib ketdi-da. Taxt uchun kurash uchun qaytib keladi. Demak, Rhaego men uchun hozir eng Okey, har qalay kishi bo'ldik Dorinliklar. Xo'p, balki hozir kimdir Westeros deb qolar. Kim biladi? Mahiyatida hozir shu gapni. Qani ayting. Men
Adamni juda qattiq yaxshi ko'rganim uchun Starklarda tug'ilgan bo'lardim. Lekin Haygarden ham juda yoqadi. Haygarden uchun sizga ham ko'proq mos. Juda juda nafis. yoqadi. Ha, Martellar ham lekin Yozda faqat konditsioner tagida o'tirsangiz kerak-a. Issiqda qanaqasiz? Men issiqda ham sovuqda ham yomon ko'raman. O'xta. Haygarden shamol kelib turadi. Shamol yoqadi, issiq ham sovuq ham yoqmaydi. Umuman absolyutni ko'tara olmayman. Datrakiyaga borsangiz bo'lar ekan. Mayin shamol esib turadi, maysalar Yo'q, bo'yida. men xohlagan havo ozgina salqinroq, yomg'ir yog'ib tursa yo qor yog'sa, lekin chidasa bo'ladigan sovuq emas, shunaqa ozgina quyosh ham bo'lishi kerak. Juda bir Hatto Martinda ham bunaqa iqlimli joy anaqa qiyin-da topish menimcha. Eddard Starkni olib ketgan bo'lardim, ada sifatida shu Haygardenda tug'ilardim. U yoqda chunki hamma narsa boshqacha. Haygarden. juda go'zal. Haygarden juda go'zal, hech qanaqa norma yo'q, senzura yo'q. Chunki ana joy bor-ku, Tayvin bilan chechani gaplashgan paytida o'zing deydi, yigitchalar bilan birga katta bo'lmaganmisan deydi-ku. Kazinlaring bilan deydi. It's okay narsa deydi. U yoqda hech qanaqa senzura yo'q, bemalol yashasangiz bo'ladi. Oldingizda bunaqa chechangiz bor. Har qanaqa vaziyatda sizni ko'taradi. Yiqilib qolsangiz, qirolingiz o'lib qolsa, sizga boshqa qirol topib beradi. Yo, o'zi bu Umuman masalada agar e'tibor bergan bo'lsanglar, diniy bag'rikenglik juda ham Westerosda katta o'rinda. Ya'ni hech kim bir-birini ustidan O'sha davrga kulmaydi. keldi. Ha, hech kim bir-birini ustidan kulmaydi. Masalan, Yo, diniy bag'rikenglik ham vaqt soatigacha-da. Ha, Siz yo'q. nima edi? Oliy hazratlari chumchuq deb tarjima qilinganmi u? Qanaqa tarjima? hali u joyga kelmadik. High Sparrow'da aytyapsiz. Okey, aha. Yo, masalan, Jon Snowda o'sha qasamyod qabul qilinayotgan paytida hammani yig'ib olganda, ha, bastardlar deydi. Kim qaysi dinda deydi. Bittasi 7-likni tanlaydi, bittasi yangi xudolar deydi. Mana bemalol borib ibodatinglarni qilinglar deydi. Ya'ni qandaydir mana shu masalaga ham urg'u berib ketganda Martin. Lekin o'sha devorda nimasida ham Haygardendagilar bo'lmaydi, ha? Balki Momoydi kuchi. balki bo'lgandir. Hamma sizni ayblaringizni o'ziga qabul qiladigan joy bo'lganda, yo. Juda liberal Ha. makon. Juda boshqacha. Fransiyaga o'xshataman. Nimaga Fransiyaga? Juda nozik fransuzlarga o'xshaydi. Aha. Haygarden Martellar Haygarden Ispaniya. aytyapti. Ispaniyaga ko'proq tortadi. Aha. Meksikalilarga tortarib. Siz qayerda tug'ilardingiz? Men Shundan Tayvinda qo'l ostida tarbiya topgan bo'lardim. Boylik. Albatta bu. Jeyn bo'lding. Sizga qarz bermaslik kerak ekan. Ha, yaxshi. Yaxshi. Demak, Arslon, Aslon, anaqa naramga quloq tut deydi-ku. naramga quloq tut, qarzlarimni doim o'dayman. Unutmayman. Unutmayman. Lannisterlar har doim qarzini to'laydi deydi. Ha, otda qizil Albatta. bayroqlar. Yaxshi tarbiya. Oltindan qilingan sovut. Oltin nafaqat sovut, tualet ham. Qilichim oltindan. Juda qattiq qo'l ota. Unitaz ham tuval oltindan bo'ladi. Endi Badali bu- bor, har narsani badali bor. Boylikni. Juda qattiq qo'l otada. Yaxshi. Xo'p, mana nisbatan muhitga kirdik ham, serialni ham muhokama qildik va nazarimda endi to'xtalsak bo'ladigan jihati bu albatta Taxtlar o'yini romanining o'zbek tilidagi ilk nashri, birinchi jildi. Bu tarjimani amalga oshirgan insonni hammamiz kimdir sirtqi biladi, kimdir shaxsan biladi, kimdir yaqindan biladi, kimdir faqat menga o'xshab Telegramda ko'p muloqot qilgan, lekin hayotda ko'rishmagan. Va tarjima borasida turli fikrlar yuradi. Kimdir qoniqqan, kimdir qoniqmagan, kimdir shunchaki tarjima bo'lganidan o'zbek tilida, o'z ona tilida bu asarni o'qiyotganidan baxtli, kimdir baribir o'sha tanqid taraf qaysidir atamalarga, qaysidir so'zlarga kuchli tanqidiy fikrlarni bildirmoqda. Fikringlarni bu blogerlar bo'lganligingiz nuqtai nazaridan bilish bugun men uchun muhim. Chiroyli tarjima. Uzoqda men 8 yildan beri taniyman. Juda yaqinmiz, ukam ham bo'ladi. Chiroyli tarjima, odamlarni tarjimaga bo'lgan munosabatiga aytadigan gapim, misol uchun rus tilida o'qiganda bironta kitobni yomon tarjima deyishmaydi-da. Bu qanaqadir hozir modaga, trendga kirgan narsa, yaxshi tarjima emas ekan. Yaxshi tarjima emas kitoblar ham bor, lekin har qanaqa kitobda ham olib yaxshi tarjima emas ekan. Shunaqa deyish qanaqadir o'zlariga bir faxrdek bo'lib qolgan. O'zbek tilini zo'r biladigan, o'zi gapiradigan gapida bitta so'zni qaytaradi, bir chiroyli gaplari yo'q, bittani ikkinchisiga ulolmaydi.
so'zlar yaxshi emas, yaxshi tarjima emas ekan. Tarjima yemabdi, o'xshamabdi, mana bu gapim bunaqa qilsa bo'lardi. Har qanaqa tarjimani muhokama qila olasiz. Bu har qanaqa tarjimadan ayb topa olasiz. Chunki u gapni har qanaqasiga boshqatdan perifraza qilib olsangiz bo'ladi. Tarjima chiroyli chiqqan deb o'ylayman. Shaxsan men doston misol juda chiroyli tarjima chiqqan, senzura joylarini ham chiroyli yopgan o'zbek tilida muhtasham tarjima. Kamchiliklarini kimdir topgan bo'lishi mumkin, lekin tarjima muhtasham. U sifati ham yaxshi chiqqan. Как раз ikkinchi etajdan tushib ketdi qo'limda, hovlidan, bexosdan kitob sog' qoldi. O'zbek tilidagi tarjimasi ikkinchi etajdan shuni tushib ketdi. Prям sog' qoldi-da o'sha paytda. Tarjimonlar raqqosalarga o'xshaydi. Gap ochig'ini aytayotgan bo'lsam, yaqinda Shakira raqqosasini ishdan bo'shatib yubordi. Bu voqeadan xabarim bor. Birinchi planga chiqib ketdi. Lekin bunaqa fidoyi ishchi meni qo'limda ishlaganimni bilmadim, ishdan olmagan bo'lardim. Siz ko'rdingizmi bu videoni? Yo'q. Endi opa lekin juda fidoyi ekan ishiga, lekin bunaqa fidokorlik ba'zida xalaqdan berib qo'yar ekan. Tarjimonlar ham xuddi shunday, kasb etikasiga ko'ra tarjimon nomi ikki holda bilinadi. Birinchisi yomon tarjimada, kim qildi ekan bir rasvo tarjima deydi, ochadi, qaraydi. Ikkinchisi asardan o'tkazib, zo'r qilib tarjima qilib qo'ysa, bu darajadagi zo'r tarjimani kim qildi deb ochib qaraydi. Va ikki holat ham kasb etikasiga ko'ra qoniqarli emas. Ya'ni tarjima ikkinchi darajali, muallif doim birinchi uslubni saqlash kerak, oldinga chiqib ketmaslik kerak. Shakirani qo'shiqchisiga o'xshab yoki orqada qolib, raqqosasiga o'xshab yoki orqada qolib imillab qolmaslik kerak. Shakirani to'ldirib turishdek, tarjimon ham Martin to'ldirib turish kerak. Mirzoq Tayna shu vazifani bajardi. 90% kitobxon deyarli tarjimonning ismini eslamadi. Bu juda yaxshi. Tarjimonlik jihatdan olib qaraganda, tarjimonning ismini eslamaganligi bu aslida eng katta yutug'i. Chunki tarjimon har bitta so'zimni kallasimni chiqarib turaversa, bu qoniqarli jihat emas. Bu tarjima juda yaxshi bo'lgandan. Menga ham tarjima yoqdi. Endi originalini solishtirib ko'rmaganman, lekin uslubi originalini tili ancha sayozroq. Chunki bu doston misoli yangraganda. Taftologiya qaytarilaveradi so'zlar. O'zbek tili biz juda bir nozik xalqimiz til borasida. Bitta so'z hattoki bitta satrda takrorlansa ham chidab tura olmay, sinonimini ishlatib juda ma'nosini chiqarishimiz kerak. Shu tarafdan chiroyli chiqqan, lekin ko'p fan bazalar o'sha ayrim so'zlar qo'pol bo'lsa ham shu bastard klub bo'lgandan keyin muammo tug'ilishi. Haromi nimaga haromida nimaga tarjima qilingan. O'zi umuman bastardni o'zi ham tahqirlashda, yomon so'z. Buni bizda muqobil tarjimasi bo'lib turib, yana uni bastard deb ketishimiz noto'g'ri. Haromi eng tushgan varianti. Qo'pol eshitilsa ham. Chunki o'sha aytayotgan inson ham unga nisbatan bir tahqirlash, uni unizit qilyapti, yerga urmoqchi, shu so'zdan foydalanyapti. Shu gapni bot-bot aytayotganlar tushunishim bo'yicha Qodiriyni o'tgan kunlarini oxirigacha o'qimagan bo'lishsa kerak. Varaqlamagan, hech bo'lmaganda, chunki u yerda ham hammamizga juda ham yaxshi tanish bo'lgan. Shunday. Buni hattoki televideniyada bunaqa so'z o'zbek tilida yo'q deganlar ham bo'ldi. Endi qiziq holat. O'zi o'sha bastard shu darajada qo'pol, Bolton Jon Snowga qarab bastard deydi. O'zi bastard. O'zi bastard bo'lib turib, bastard. Ya'ni o'zi past tabaqada yana o'zidan pasti yanada past bo'lib ko'rsatish. Bastard. Eng zo'r tushgan menga yoqqan masalan. O'zi qo'pol chiqish kerak bo'lgan so'z bu. Uni yana biz shaklga keltirib bastard deb ona qilishimiz yoki haromimi? Haromi deyish kerak. Harom. Yo, endi tarjima nuqtai nazaridan nazarda tutyapman. Xuddi shunday qolgan joylarda ham joy nomlari, King's Landing, High Garden, bularda ham e'tirozlar bo'ldi, lekin menga yoqqan tarjimasi. Qoniqqanman. Nasib kuzda ikkinchi qismi chiqadi. O'qish niyatimiz bor. Sharxona. Keyin birdan 3 ham boshlaydi tarjimasini. Spoilerlar qilib ketaylik-a. Menga yetti boshlayman. Bunaqa spoilerlarni qilish kerak, chunki baribir nazarimda bu bir muammo emas. Mana misol uchun hozir mana susambilliklar bilan gaplashyapmiz zotan. Bironta film yoki bilmadim kitob haqida so'z ketganda susambilda eng ko'p uchraydigan izoh va eng alamli izoh bu aka bu filmni o'zbek tilida qayerda ko'rsak bo'ladi yoki uzr bu kitobni o'zbek tilida qayerda o'qisak bo'ladi va aksincha Mirzohidga o'xshagan ijodkorlarni, fidoyi yoshlarni hech bo'lmasa
mana shunday dastaklab uni mehnatini e'tirof etishimiz nazarimda muhim, chunki yoshlar qilyapti bu ishni. Misol uchun Taxtlar o'yinidek asarni aslida tarjima qilinishi kerak bo'lgan asarlar, kitoblar nihoyatda ko'p va biz odamni ruhiy tushkunlikka tushirib uni sazasini o'ldirmasligimiz kerak. Shuning uchun o'sha siz yuqorida aytdingiz, fanatlar bazasi bor ekan, ular tanqid qilgan ekan. Endi bu fanatlar bazasini o'ziga bir qator savollar bor. Qanday fanatlar bazasi ekan bu va hokazo degan. Qirollar to'qnashuvi chiqishini spoiler qilganimizga yarasha aytaylik. Mayli. Loterni, Uzuklar hukmdorini yana ikkita tarjima, o'zi ayni damda ikkita tarjima parallel tarjima qilyapti. Ikkita nashriyotdan chiqish kutilyapti. Trilogiya. O'zbek tilida bor edi. Hozir yana norasmiy edi u. Norasmiy, hozir rasmiy ravishda mualliflik huquqi olinib tarjima qilinyapti. Ingliz tilidan bittasi rus tilidan. Bizda 3 ta tarjima bo'ladi, xohlagancha solishtirib. Uzuklar hukmdorini o'zini o'zbek tilida o'qish uchun 3 ta variant bo'ladi. 3 ta variant bo'ladi. Juda yaxshi narsa bu. Harry Potterda ham rasmiy tarjimasi uchun harakatlar boshlangan. Chunki 2007-2006-yillarda Tolkien forumlari bo'lardi. O'shalarda o'tirganimda anaqalar o'tirardi, ruslar qaysi tarjimani o'qidingiz desam, Muravyovanikida desam, yo'q, men buni tarjimasini afzal ko'raman desam, aytaman, yo'q, qanaqa baxtli odamlar. Sizga ham o'sha davrlar yaqin. Ya'ni o'shani nazarda tutyapman. Bizda hatto o'zbek tilidagisi yo'q, bular anaqa tannozlanib, buni tarjimasida o'qiyman yoki kechirasiz, menga buni tarjimasi ko'proq yoqadi. Mana, demak, o'zimizda ham tez orada ish qilib dizayniga ham alohida e'tibor berilsin, chunki endi bilasizlar, Uzuklar hukmdori endi ko'pchiliklar uchun, xususan men uchun ham nihoyat muhim ahamiyat kasb etadi. O'shaning uchun albatta kutamiz va demak Mirzohiddan 2-jildni tarjimasini kuzda dedinglar, demak avgustda hozir tarjima tugagan deyarli. Zabarjatda tahrir ishlari boshlangan. 2 oy, 3 oyda. Asr bo'lmasa Uzuklar hukmdori qaysi nashriyotlardan chiqadi? Bittasi Zabarjatda chiqadi, aniq. Rasmiy muallif huquq olingan yana bitta nashriyot bor, hali olgani yo'q, harakat qilyapti. Lekin bizda solishtirish uchun yetarlicha tarjima bo'ladi. Sizda bo'lsa shu mavzuda sizga yozgandim. Va men ablahlarcha hali hanuz bu narsaga uni tashlab ham bergandim faylini. Siz ham tashladingiz, u kishi ham tashladi. Ismlari afsuski yodimdan ko'tarildi. U hali aktualmi u narsa? Aktual, menimcha jarayonda hozir. Bo'ldi. Martda boshlangan. Martda boshlangan. Yo'q, o'sha tashlab bergandilarda solishtirish qanday ketyapti, ko'rib beringlar baribir. Fanslar degan, ayniqsa hozir loter bo'yicha mana yetuk mutaxassisimiz o'tiribdi. Ja, unchalik mashhur. Markaziy Osiyoda. O'zbekistonda deylik. Ja, Markaziy Osiyo emasdir, hech bo'lmasa Toshkent deylik. Xo'p, yaxshi. Mayli, Taxtlar o'yini mavzusiga qaytamiz. Mana bugun men xursand bo'layotgan tomonim, bizda kitob bilan serialni taqqoslash imkoni ham paydo bo'ldi. Endi qisman chunki o'qiganlar bor mana oramizda va menimcha bu suhbatdan keyin susanbilliklarda ham kitobni o'qishga bo'lgan ehtiyoj, qiziqish ortadi, chunki Taxtlar o'yinini fan bazasi bizning kuzatuvchilar orasida ham bor. Nimani ko'proq tavsiya qilasizlar bu olamga sho'ng'ish debochasida, ya'ni kitobdan boshlagan ma'qulmi yoki serialdan yoki o'zi umuman ba'zilar bor bilasizlarmi, shunaqa toifa odamlar bor, ular serial yoki filmi bo'lsa ham birinchi hamma kitoblarni o'qib chiqishadi-da, keyin qani o'sha rejissyor parallel olib ketishadi. Bu rejissyor bu olamni qanaqa konstruksiya qilibdi, qanaqa gavdalantiribdi deb faqat o'qib bo'lganidan keyingina ko'radigan demak toifa ham mavjud. Sizlarni tavsiyalar qanaqa? O'zim ham o'zbekchasini o'qiyotganda serial bilan parallel olib ketdim. 3-marta ko'rishimda. Solishtirdim. O'sha aytiladi-ku, kerak bo'lsa kitobda ham yetarlicha ochiq sahnalar bor, serialdan ham ko'proq tuyuldi menga. Agar boshlash kerak bo'lsa, agar Taxtlar o'yiniga qiziqadigan bo'lsan, o'zbekcha tarjimasi bor, o'qib ko'rishsin. Keyin serialni ko'rish tavsiya beraman. Parallel olib ketish tavsiya beraman, chunki o'zim shunaqa ko'rganim uchun. Shunda qanday bo'ladi? Kitob o'qish endi juda bir mushkul jarayon. Hamma ham kitob o'qib, bu ham bir ayniqsa zo'mirlar. O'ziga bir yaratgan tomonidan berilgan iqtidor deydimi, sulh deydimi,
sabr kerak, halovat kerak, xotirjamlik kerak, bir o'tirishda hech bo'lmasa 50-60 bet o'qish kerak. Shuning uchun serialni ko'rishni hech bo'lmasa birinchi faslini, undan keyin o'z-o'zidan kitobni o'qimasdan boshqa iloji yo'q. Chunki kitob bilan o'rtasida deyarli juda katta farqlar bor. O'z joylarida tasvirlashda ayniqsa detallarda juda ko'p narsani tushunib yetadi. Qolaversa qahramonlarni tarjimai holi ham ancha kengroq unda ichki monologlar bo'lib chiqqanda. Endi biz qahramonlarni serialda ko'z orqali tushunishga harakat qilamiz. U narsa albatta hayotiy tajriba kerak. Ko'z orqali nima deyotganini. O'sha narsani tushuna olmaganlar kitob orqali bemalol anglash mumkin. Qaysinga imkon bo'lsa, shunaqa. Men o'zi ko'pincha aytaman, kitob o'qishga hamma ham majbur emasdi. Endi bu majburiy narsa emas kitob o'qish hamma uchun, lekin kitobni o'qib, keyin serialni ko'rishni tavsiya qilgan bo'lardim. Yaxshi. Chunki imkoni bo'lgan. Imkon bo'lsa, kitob juda ham tez, juda ham yaxshi o'qiladi. Har qanaqa tilda, endi rus tilida bilmadim, ingliz tilida ham juda oson, unaqangi bir yuksak, aql yuksak tillarni bilish talab qilinmaydi. Misol uchun Edwardga o'xshab unaqa qiyin stili, shunaqangi kitoblar bor. Aynan o'zini original tilida o'qishingiz kerak-da. Misol uchun Oscar Wilde yoki o'sha Edward shunga o'xshagan Joyce yoki yana boshqalar Fitzgerald, u ham ingliz tilida. Buni tarjimasi bor o'zbekcha. Bir o'tirib o'qisa odam ichiga kirib ketadi. Bemalol 2 kun, 3 kunda o'qib tashlaysiz. Lekin bitta narsa, qaysidan boshlasangiz ham yutqizishmaydi-da. Ikkalasi ham qiziqtira oladi. Baribir ko'rasiz. Shunday, baribir oxirigacha olib ketadi. O'z domiga va shu narsa kitobda o'qishadimi, serialda boshlashadimi, bu menga nima beradi? Yaxshilikni o'rgatadimi, yomonlikni o'rgatadimi degan narsani o'zi qo'ymaslik kerak. Oldin masalan ko'pchilik shunaqa qilib boshlaydi-da. Endi kitob o'qiyotganlar bor yoki endi serialga qiziqadiganlar bor, so'raydi. Nima haqida o'zi, nima beradi, men ko'rsam nima qilaman? Maza qilasan. Ya'ni serial sizga bu yaxshi, bu yomonni o'rgatmaydi. Hayotni ko'rsatadi, pozitsiyada, vaziyatdan qanday foydalanishni ko'rsatadi. Sen qanaqa insonsan? Turli insonlarni turli rakurslarda ko'ramiz. Ya'ni o'sha eng kuchlisini ham eng bir qanaqadir kuchsiz tarafi borligini, aksincha eng kuchsizlar ham o'zini imkoniyatdan foydalanib eng kuchli darajaga chiqishi mumkinligini ko'ramiz. Aytadi, shunaqa gapim bor-ku, yaxshi yomon yo'q, Westerosda faqat ablahlar bor. Yoki hamma yolg'onchi. Hamma yolg'onchi, shunday. O'zi umuman Godni ko'pchilikka tavsiya qilgan paytimda nimaga deb so'rashadi, men aytdim, butun hayotni ko'rasan ichida. To'g'ri. Butun hayot, jirkanchligi, boshqa narsasi, qarindoshlarning o'rtasidagi munosabatlar yoki umuman g'ayri nimadir deb bizda aytiladi, o'shanaqangi munosabatlar, siyosiy qarashlar, siyosiy qarash, diniy qarash, umuman hamma taxt uchun bo'lgan kurash, tirik qolish, o'sha taxt uchun bo'lgan kurashda qanaqangi mohirligingiz yoki yutqazib qo'yishingiz yoki butun avlodingizni yo'q qilib yuborishingiz, hamma narsani ko'rishingiz mumkin. Yo'qda passion zo'r olib berilgan, o'zbek tilida passion, strast, ehtiros juda chiroyli olib berilgan. Umuman hamma narsa va juda fanat, juda detallagan metodlar. Biz din haqida ko'p gaplashmadik, aslida shu din borasida ham ko'p to'g'ri fanatiklik olib bergan. Mavzularda diniy fanatizm mavzusi ko'tarilgan, qolaversa ilhomlantiruvchi tomoni shundaki, mifologik real mifologiyaga bo'lgan allegoriyalar juda ham ko'pda. Misol uchun o'sha 7 ilohmi, 7 qanaqa tarjima qilingan? 7 xudo kulti. Yangi va eski xudolar. Yangi va eski xudolar. Xuddi bu o'sha 7lik deydi o'zi. 7lik, xuddi o'sha xristianlikda 3lik kabi va undan oldingi o'sha nima deydi, majusiylik e'tiqodlariga qiyosiy shaklda. Qolaversa o'sha boshqa qit'adagi dinlar, ularni yoki madaniyati deylik, ko'p qandaydir bir allegoriyalar ko'raman ba'zida. Masalan, shu Chingizxonni tangriviylik yoki tangrichilik anaqalarga o'xshab ketadi, e'tiqodlarga o'xshab ketadi. Serialda ko'p ochib berilmagan, kitobda lekin kuldi bo'yiga borib, oyna ostida bajaruvchi sahnalar juda go'zal. O'sha shunaqa yoki o'sha King Maysazormi, King Dash deb tarjima qilganman, endi bilmadim. Bu ham o'sha xirt mo'g'ullarga, bevosita Chingizxonga bo'lgan qanaqadir bir atsilka deydi-ku. Xo'p, jannatni o'zingizga qoldiravering, men o'lsam o'rta dunyoga ketaman yoki o'rta yerga ketaman deydi George Martin. Umuman olganda
Jorj Martinga adib sifatida, va'daga vafo qilmaydigan inson sifatida qanday munosabatdasizlar? Agar bajara olmasa ham, kitobini yoza olmasa Roziman. bizaga shunaqa muhtasham olamni tashlab ketgan. Hali ketmagan, o'ldiga chiqargan. Xo'p, ketib qoladi lekin shunaqa muhtasham olamni bergan, bundan xursand bo'lish kerak faqat. Menimcha tugatolmagan taqdirda ham yordamchisi tugatib qo'yish rejada bor. 1800 bit yozilib bo'lgan. 6-kitob 1800. Necha bet yozgani ham ma'lum. Ha, yana yozmoqchi hali. 7-chi Har yili bu yil chiqadi, bu yil Buni chiqadi ataylab deydi. qilmayaptimi-kan, bir Shu mana PR uchun. ataylab qilyapti o'ylayapman shu. PR uchun shu cho'zib, ana Uyg'ur lag'moniga o'xshab Balki g'oyaviy tanqislik yuzaga kelgandir. Nima qilishni o'zi bilmayotgan ham. qanaqa g'oyaviy tanqislik? Yo'q, mana kompyuter masalan- o'yinlariga ssenariy yozib yoribdi ablah. Hamma uch tugatib O'zi ham aytgan-ku, masalan, ajdarlarni qanday paydo bo'lishini haqidagi mulohazalarida o'zim ham bilmayman degan. Ajdarlarni, ya'ni shunchalik olamni keng yaratganki, men bilmayman degan, ajdarlar qanday yaralganligini degan. O'sha Valeriyada paydo bo'lishi. Shu videosini ko'rgandim. Valeriya tuproqlarida ajdarlarning paydo bo'lish tarixi. Qadim muhtasham Bobilga o'xshab. Ham e'tibor bersangiz, unda ham bir qandaydir nyuans bor. Ajdarlar bir-biriga o'xshamaydi. Otasi boshqacha, otasi, onasi, lekin bola har doim boshqa tug'iladi. Endi ajdar xonadonida shunga ko'p e'tibor berdim. U qanaqa yozilgan, qo'shnisiga qarash kerak deydi. umuman hammasi turlicha. Terisi, qanotlari, shakli, o'sha Merahisni bolalari ham umuman boshqacha-da. Masalan, Valeriyonni qanaqa katta ajdar. Ajdarlarga qanaqa go'zal ismlar qo'ygan. Juda chiroyli. Valerion, Mirahis. Mana shuni ham o'zi ham bir nyuans-da. Qanday buni ham izoh berib o'tib ketmagan, ya'ni qanday. Xuddi masalan Daenerysni qanday olovga chidamliligiga izoh bermagandek. Izohi yo'q-da. Masalan, hamma Targaryenlar ham olovga chidamli emas-ku. Akasini ko'rganmiz. Olovga chidamli emas. O'zi ham aytadi-ku, o'sha ustidan oltinni quyib yuborgan payti bu haqiqiy ajdar emas deydi. Bunga ham ko'p tanqidlar bor-ku, tillani nima qilib kuygan deydi, u olov emas edi deydi. Da, bu tarafi ham bor. Ha. Targaryenlar tomirida ajdarxona deydi, shu uchun. Bu ularning o'zini afsonasi-da, lekin ularning o'zini afsonasi. Shu bo'yicha qidirib ko'rganimda, lekin men javob topa olmaganman. Turli har xil nazariyalar bor, lekin ayni nimaga Daenerysda olovga chidamliligi haqida bir aniq fakt yo'q. Mad Kingni ham yoqishgan bo'lmasa olovda o'lgan-ku. Tanani yonsa mayli yonmasa, lekin sochi ham yonmaydi-da, qiziq. Soch qanday yonmasligi mumkin? Keyin mana to'g'ri ajdarda olovi bo'lishi mumkin. O'zimiz ajdar xonadonida kuzatdik. Hozir ismi esimda yo'q. Daemon'ni rafiqasi bolasini dunyoga keltira olmagandan keyin chiqib spoiler bo'lib qolyapti-ku. Drakaris deb o'zini ajdar olovi bo'ldi-ku, lekin u ham olovda. Hozir yodimdan ko'tarilmasidan mana mashhur rassomlarni taxtlar o'yiniga bag'ishlangan illyustratsiyalarni ko'rganimda, siz hozir aytdingizki, soch yonmasi, qanday qilib soch yonmasligi mumkin? Menimcha serialda faqat yonmagan, lekin kitoblarda yongan. Chunki illyustratsiyalarda Daenerysni kal ko'rganman. O'sha qo'lida ajdarchalar bilan anaqani dashtda o'tiribdi, atrofi kul bo'lgan va kal, demak chochi yonib ketgan deb tushunganman-da o'shanda. Kitobda bunga javob yo'q. Yo'q. Lekin Targaryenlar o'lganda lekin hammasini ajdar bilan yoqadi. Chunki ajdar olovidagina. Keyin yana bitta zo'r teoriya bor. Oxirida Branni taxtga o'tirishi, ya'ni uch ko'zli qarg'aga aylanganligi. Shu teoriyaga qanday qaraysizlar? Endi men o'zim savolni beray. Ya'ni qanaqa teoriyaki, Bran o'zi aslida hamma narsani o'zi rejalashtirgan. Chunki u kelajakni ma'lum bir miqdorda ko'ra oladi, tarixni boshqatdan, ya'ni ko'radi, lekin o'zgartira olarmidi? Shu teoriyaga ko'ra, hammasini boshida Bran turadi degan bir mavzuni olib chiqishgan. Ya'ni unda nima bo'ladi? To yiqilishidan tortib o'sha Daenerysni shaharlarga o't qo'yib yuborishi va hokazolarda o'zi uyushtiradi. Oxirida ham o'sha balki kitobda boshqacha bo'lar, serialda o'zi Bran aytadi, men bo'ldim, men hech qanaqa emotsiyani his qilmayman. Men oldingi Bran emasman, men o'zi
nima desam ekan, absolyutman deganday fikrni o'rtaga qo'yadi-da, lekin oxirlaridagi harakatlari bu narsani bermaydi-da. Axir men bu yo'lni nima uchun bosib o'tdim? Ana shu joyi. Axir bu yo'lni nima uchun bosib o'zi o'tdim? yo'q, ana joyida ham ozgina nima qilib berib ketgan. Sansa bilan gaplashganda, san Winterfell lordsan, ayam nima deydi o'sha joyda. Men hech narsani lord emasman deydi. Men qirol bo'laman degani bo'lsa kerak o'sha paytda. Shunaqa teoriyalar, shunaqa Bo'lishi teoriya mumkin. bor-da. Eng katta teoriya. Nima deysizlar shu fikrga? Fikri eshitdan oldin men aytib ketsam bo'ladimi? Ayting. Shu oxirgi qismi chiqqanda, bitta men rosa yoqqanda, supermarket va anaqa bir yosh katta ayol endi kassada turibdi-da. Ko'rganmisiz, keyin biran kassada turibdi, rosa narsalar olgan, ichkilik, chipslar, nimadirlar olgan. Sotuvchi ayol so'rayapti, paket kerakmi? desa tagida, axir men bu yo'lni nima uchun bosib o'tdim degan gap turibdi-da. Lekin haqiqatan ham magazinga borsak, ko'p narsa olsak, paket kerak-da baribir. Endi faraziz masalasiga to'xtaladigan. Bu mani farazim emas, o'zi umuman fandomda farazi bu. O'zi umuman oxirida ham o'sha mana bu Unsullied bosib oldik deydi-ku. Boshlig'i o'shanda qanaqa qilib biranga rozilik berishgan. Bo'ldi, bizani shahar bu deydi. Lekin bular o'zlari to'rttagina odamcha bemalol o'tirib olib, xolasini uyiga kelganda bitta Tyrionning gapi bilan ha, chiqoladi-da, men deydi, to'g'ri mahbusman, unaqa fikr bildirishga yo'q, lekin hammasi manipulyatsiya qilib aytadi, bo'ldi, biron taxtda. Bu nimasida bo'ldi, biz shahar bizaniki, biz aytganimiz bo'ladi deb turgan odam. Butun serial davomida o'sha yiqilib, oyog'i ishlamay qolgandan buyog'iga bo'ladigan jarayonda umuman emotsiya bildirmagan odam serialda oxirida ham tirjayib chiqib ketadi, bilasizmi? Aravachasida. O'zi aytadi-ku, shu bola yurmasdan faqat yotib pul ishlat deydi-ku. Aktyormi? Rostdan ham shunaqa. Shu uchun kulib chiqib ketgan bo'lishi. Endi qarang, farazlar, hozir endi biz turli farazlarni ilgari surishimiz mumkin, lekin haqiqatdan ham boshidan uyushtirgan bo'lib chiqadigan bo'lsa, endi kitob oxirida yoziladigan bo'lsa, menimcha bu narsa ochiqlama qilinsa kerak. Endi men janr o'laroq agarda tahlil qilib ko'rsam, Martindan bu narsani kutsa bo'ladi. Ya'ni kitobda bu narsani shu epoxaga keltirib qo'yishi mumkin. Ya'ni biran boshidan bilgan bu narsani, boshdan tashkillashtirgan va hokazo. Lekin ichimda bir ovoz aytayaptiki, bunaqa bo'lishini qarangda, o'zi brand Dallas kinosiga o'xshab qoladi deb uyg'on keldi. Shunaqa. Branda mana bu narsa bor-ku, uch ko'zli qarg'a bo'lgandan keyin, ya'ni u inson emas-da, o'zi uch ko'zli qarg'a. Ya'ni o'sha teoriyada bu o'zi brand emas, bu o'zi uch ko'zli qarg'a. Kimdir Night King ham deganda brand. Ham bo'lishi mumkin. Bu uch ko'zli qarg'a, ya'ni hammasini shu rejalashtirdi va oxirgacha shu olib keldi degan mazmunda. Bu brand emas o'zi. Bu boshqa. O'zi ham aytadi shu narsani, men boshqaman deydi. Men yana nazariyam yoqqan, Tyrion ajdarlar bilan gaplashib, ajdarlar ovqat yemay qo'ygan paytida, keyin mana gaplashadi. Demak, Tyrion Targaryen Tywin ham gap aytdi, u ketadi, keyin Drogoni Tyrion qayta minib beradi. Endi bunaqangi qarindoshlik munosabatlari bilan har baloni kutsa bo'ladi endi. Lekin mana gaplarda jon bor-da, Daenerys qamab qo'ygandan keyin ajdarlar qanaqadir bir agressiv holatga kelib qolganda Tyrion kirib tinchlantiradi ularni. Ajdarlar bo'lmasa, qachon bunaqa holat bo'lgan? Jon Snow ajdarga qo'lini qo'ygan joyda Daenerys ham hayron qoladi-ku. Xuddi mana shunaqa narsa-da. Bo'lishi. Keyin menga yana bitta yoqmagan joyi, men bu Stannis o'tirsin deyishdan oldin kitob varaqlagan paytda aytadi-ku, men bu Baratyonni sochi qora bo'lgan deydi, keyin Joffrey sochi sariq deydi. Bu nuqtai nazardan qarasak, Jon Snow sochi qora-ku. Bu mana shu joyi ham ozgina qanaqadir nelepis bo'lib qolgan. Bu aynan sochi bilan taxmin qiladi-da, buni sochi qora. Demak, Starklarning geni kuchli bo'lganda. Starklarning geni kuchli bo'lgan. Lekin bu gap serialda ham aytib o'tilgandi shekilli, o'sha nima deydi, krepkaya semya deydi-ku. Ya'ni mustahkam urug' deb shuni nazarda tutgan shekilli, adashmasam. Yani Starklarning urug'i mustahkamligiga. Lekin Targaryenlarniki ham mustahkam. Ularniki ham mustahkam. Soch oqligi o'zi men bu House of Dragon'da ham ayni sochini rangi bilan janjal boshlanadi. Shundayki, lekin ular o'zini qonunni toza saqlash uchun bir-biri bilan qovushganda ular. Bu tarafi ham bor. Shuning uchun ham oq bo'lib ketgan. Xuddi Angliya aslzodalari kabi.
Chudorlar misol uchun. O'zi ham ko'p o'xshashliklarni ko'rishadi. Chudorlardan olingan deydi. Chudorlarga juda ko'p Angliya tarixi o'zi juda qiziqarli. shunaqa. Albatta Ajdar xonadoni haqida ham gaplashsak zo'r bo'lardi, lekin menimcha bizga ajratilgan vaqt chegaralangan bo'lgani bois buguncha mana shu nuqtada yakunlasak nima deysizlar va agarda video yetarli izohlar, yetarli fikrlar, layklar to'play olsa, biz suhbatni ikkinchi qismini tashkillashtiramiz va uni bevosita Ajdar xonadoni serialga bag'ishlaymiz. Nima deysizlar? O'zim tanqidu heyt qilib beraman. O'sha mana taxtlar o'yinida o'zim taxt uchun kurash, xufiyalarni intrigasi berishi yangilikda bu. Ya'ni nima kutishni bilmaymiz. Serialda qandaydir menga bu jarayon zerikarli tuyulgan. Ayniqsa birinchi mavsumi balki taxtlar o'yin juda katta plankani qo'yib ketganligi uchun shunday tuyulgandir. Birinchi mavsumini uxlab qolay deb ko'rganman. Majburlikdan. Yonadigan qizga o'chib qolgan joyi yoqmagan menga. Nimani qizi o'zi yonib turadigan bo'ladi-ku. Rayniyerami? Rayniyera Targaryen. Keyin katta bo'lgandan keyin aktrisa almashgandan keyin olib o'chib qolganda. Juda bir qanaqadir haqiqiy qirollik sababdir. Oh my god. Xarizma bilan o'ynagan yosh qizcha. Yo'q, o'zi va harakatlarida ham borib nima hayvonni o'ldirib keladi, uni qilib keladi, borib nimani tuxumni olib keladi. Shuncha dirishali, shuncha ish qilayotgan nima birdan o'chib qoladi. Yillar endi Ajdar xonadoni mayli endi ana ko'tardik buni ham anaqasini treyler sifatida qabul qiladi tinglovchilar. Ajdar xonadoni menga yoqdi. To'g'ri kamchiliklardan xoli emas, qanaqadir o'sha nima deydi, xronologiya bilan bog'liq skachoklar deydi-ku, o'sha narsalar biroz odamni chalg'itdi, biroz emas, yaxshigina chalg'itdi. Lekin umuman olganda yoqqan jihati shu bo'ldiki, o'sha Targaryenlar qanaqa edi, bu sulolani ichki tuzilishi, iyerarxiyasi, oilasi ichidagi mana shu mashmashalar taxminan qanaqa ko'rinishda bo'lganligi nuqtai nazaridan menda qanaqadir yaxshi taassurotlar uyg'otdi, lekin menda aksincha birinchi mavsum ko'proq ma'qul keldi ikkinchisiga qaraganda. Chunki ikkinchisida to'g'ri dinamikasi yuqori bo'lgan joylari bo'ldi, lekin aksincha mana shu ikkinchi mavsumni men qiynalib ko'rdim birinchisiga qaraganda. Balki sizlarda boshqacha bo'lgandi. O'zi men bu birinchi sezonda aynan o'sha prinsessani nimaga turmushga chiqib o'zi boshqasidan farzandli bo'lib beradi-yu. O'zi bu narsa tarixda ham ko'p bo'lganda. Fransiya tarixida bo'lgan, bu narsa boshqa tarixlarda bo'lgan, o'shanga ham qanaqadir o'zimizda ham bo'lgan, sekingina urib ketganda o'sha joyda. Menga yoqqan joyi tili bo'lgan. O'sha Valerian tilini ko'p gapirishgan-ku, yaratilgan til juda chiroyli til. Ayniqsa men bu xayras degan gaplari haqiqatan ajdarona gaplar. O'sha gaplar yoqqandi menga. O'sha namyoklarni sekin-sekin sib ketgan joylari yoqqandi. Yo, haqiqatan ham tilni juda chiroyli ko'rsatgan. Menga nisbatan ikkinchi mavsum yoqqan lekin. Men o'zim kutgan jo'shqinlikni ola olganman. Ya'ni yoshsizda qonimiz qaynoq. Bo'lishi mumkin. Sizga jo'shqinlik kerak, bizga shu imkon qadar sokinlik. Lekin hanuz sahna menimcha hammaga yoqqan bo'lsa kerak, ya'ni qirolni taxt tomon yurishi birinchi mavsumda. So'ngida. Bu yerdagi kuy, bu yerdagi soundtrack vallohu alam juda boshqacha chiqqan o sahna. Ya'ni birinchi mavsumning eng kuchli sahnalaridan biri nazarimda. Nima deysiz Nurali? Oxirida dasturxon atrofida yig'gani ko'proq ta'sir qilgan. U ham kuchli sahna. O'shandan bir epizod oldingida, bir moment olding. Deyarli bitta narsa, lekin menga o'sha ko'proq yurib ketayotgani, ya'ni otaxon sifatida rahmim kelgan, ya'ni bu to'g'ri, o'ziga yarasha xatolari bor, lekin baribir insonda, misol oilasini bir nima deydi, birdamlikda, to'qchilikda ko'rgisi kelyapti, bu yerda esa
shunaqa hali o'lmasidan turib rahnalar, fitnalar va hokazo. chop tashlagan joyi yo'q ekan. Yo'qqa. Kallasini olib tashlagan paytim. Yana bir marta aytdi-yu. Shunda chop forati bo'ldi. Zo'r chiqqan o'sha joyi. Спокойно turadi. Deyman yoqtining. Deyman. Xarizmasi. Mana shu hozir endi HBO soqqa ishlash bo'yicha Pandora qutisini ochib yubordi-ku, prequel, sequel, yana nimadir prequellar hali bizni oldinda kutyapti. Lekin bilasizlarmi, men nima mavzuda alohida serial ko'rib bergan bo'lardim, mana shu taxtlar o'yin olami bo'yicha. Endi u tabiiy, Valeriya endi bu juda ko'p byudjetli serial bo'lsa kerak, lekin maishiyroq mavzu bor. Ajdar o'rgatuvchilar bor-ku. U ham o'shalar haqida bir kichkina bo'lsa mini serial bo'lsa ham ko'rib berardim, 4-5 qismli. Chunki ularni kasbi men uchun bir juda sirli tuyuladi. O'sha kiyimlari, uzun cho'plar bilan yurishligi serialda juda chiroyli ochib berilgan nazaran. Ular haqida ham bir serial ko'rib berardim, lekin endi Valeriya tabiiyki. Mayli, mana shu nuqtada bugungi Susambil podkastga nuqta qo'yamiz. Tabiiyki, birinchi navbatda kelganingizga o'zingizlarning fikringlar bilan, his-tuyg'ularingiz bilan kitobdagi o'sha manzaralar, qahramonlarni siymolari, ularning yoritilishi borasida o'sha bilimlaringiz bilan o'rtoqlashganinglar uchun rahmat. Chunki biz aynan Susambil podkasti doirasida nafaqat o'sha ma'lum serialni yoki olamni, balki uning adabiy ko'rinishiga ham to'xtalib o'tishga harakat qilamiz. Endi tabiiyki bizni hali oldinda juda ham ko'p qiziqarli olamlar kutyapti. Biz Uzuklar hukmdoriga to'xtaldik, lekin hech kimga sir emas bu mavzuga hali qancha podkast bag'ishlasak bo'ladi, qanday jihatlarni Qudrat uzuklariga Silmarillion to'xtalsak bo'ladi, Silmarillion asariga. Shuning uchun bugun sizlarni qo'yib yuboramiz faqat va'da bilan, ya'ni yana to'planish, yana yig'ilish va'dasi bilan. Bu yerda Susambilliklarga bir sirni ochib ketaman. Ba'zi mehmonlarimiz bugun uzoq masofalar bosib tashrif buyurishdi. O'shaning uchun fantastik, bu safar esa fantasy like'laringizni ayamaysizlar degan umiddaman. Agar kanalimizda Taxtlar o'yini serialini, umuman olamini muxlislari bo'lsa, unda albatta izohlarda bu podkast borasida fikrlaringizni qoldiringlar. Balki bizni qaysidir fikrlarga qo'shilgandirsizlar, balki qo'shilmagandirsizlar. Albatta, ya'ni bahs bo'lgan joyda bir sifatli mulohaza bo'ladi. Shuning uchun barchalardan bir qiziqarli fikrlarni kutib qolamiz. Sizlarga esa alohida rahmat. Navbatdagi Susambil podkastida ko'rishguncha. Valar Margilus. Ana shu joy zo'r bo'lardi. Valar Doharis, mayli. O'sha odam rostdan nechidir sekund chiqqan bo'lsa ham chiroyli aytgan, ha. U ham Valeriya tili. Ha, Valar Doharis. Chiroyli aytgan o'sha yerda. Bo'ldi, unda mayli, yozilyapti-ku. Yozilyapti. Marhamat, Valar Morgulis. Ayting. Valar Doharis. Xayr. Hammaga xayr, rahmat.